İslam Xitobnomasi Ali İzzet Begovich Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah Tarjim qilguvchi Elikbek Nashr qilguvchi Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Muharriri Sajiya Islom Tadqiqot Markazi Tahriroti Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat Loyihalaguvchi A. Aqhun Ovozda Zekiya Abdusattar 2023 yılı 1. neşri 1. qatim bisilishi İstanbul Ali İzzet Begovich Mustafa oğlu Ali İzzet Begovich Hicriye 1344 yılı 18. Muharrem Miladiye 1925 yılı 8. Ağustos Sabık Yugoslaviya padişahlığı qarashliq Bosnaski Şamatis bazarida dindar bir ailede tug'ilgan. Atası Mustafa Efendi ticaretçi bulup 52 yaşga kirganda ailesini texmi yaxshi turmushga erishtirish uchun Sarayevo shahriga ko'chib keladi. 2 o'g'il, 3 qiz, 5 qarindoshning 3-chisi Ali dastlabki diniy ta'limni ko'proq onasi Hiba xonimdan oladi. Bilimxumar, tirishchan Ali Sarayevoning eng yaxshi maktablaridan biri bo'lgan shaharlik birinchi o'g'illar to'liq o'rta maktabiga kirib o'qiydi. Bu mezgilda uchrashgan kommunizm tashviqotlari va o'zi o'qigan g'arb falsafasiga oid kitoblarning ta'sirida ma'lum darajada e'tiqod davolg'ishni boshdan kechirgan bo'lsa-mu, hech qachon diniy tashlamaydi. Diniga dushman kommunist pozitsiyasiga qat'iy qarshi turib, tangirsiz bir koinot tasavvurini qat'iy rad qiladi. O yillarda uningga eng cho'nqur ta'sir qilgan 3 asar fransuz faylasuf Bergsonning o'zigacha tadrijiy taraqqiyot nazariyasi, German faylasuf Kantning sat aqlning tanqidi, Spenglerning g'arbning cho'kishi qatorliq asarlardir. Qisqa mezgillik fikr davolg'ishdan keyin yosh Alining islomiy kimligi uningga haqiqiy hayot yo'lini ko'rsatib berishga boshlaydi. Texi to'liq o'tirning 2-yilligida o'qiyotganda yosh musulmonlar klubiga qatnashib, faol a'zolardan biri bo'lib qoladi va yoshligiga qaramay nihoyat faoliyatchan va yangilik yaratish ruhiga ega aloyidligi bilan tezla diqqat tortadi. Ikkinchi dunyo urush mezgilida yordamga muhtojlarga qo'l sunadi. Bo'libmi Sharqiy Bosniyadan kelgan panohlanuvchilarga nihoyat aktiv yordam berdi. 1941 yılı 6 aprel günü Natsist Germaniya tarafidan besfilingan Yugoslaviya padişahlığı 1943 yılı 29 noyabr Komünist Tito rahbarligida Demokratik Federativ Yugoslaviya o'tkinchi hukumati e'lon qilinib, 1946 yılı 13 yanvarda qayta mustaqillikka erishdi. Azadlık hareketida muhim rol oynagan kommunistlar hakimiyatni qo'lga kirgizib, davlatni yangidan tashkillab, Bosniya Hersegovinani o'z ichiga olgan 6 ittifoqdosh jumhuriyat va 2 avtonom rayondan tashkil topgan Yugoslaviya Sotsialistik Jumhuriyatlar ittifoqi qurildi. Sotsializm davrida dinlarning ijtimoiy turmushdagi mavjudligi bara-bara taraydi. 1943 yılı to'liq o'tirini bitirgandan keyin texmi avangard islom kimligi texmi ro'shanlashib borgan Ali 1946 yılı 1 martda 14 og'aynis bilan birga yosh musulmonlar klubiga a'zo bo'lish gunohi bilan zindonga tashlanib 3 yil yotadi. Qamoqdan chiqqandan keyin Xolida xonim bilan turmush qurdi va dastlabda ziraat fakultetiga o'qishga kirib, bir mezgildan keyin qonun fakultetiga yetkilib o'qib, 1956 yili o'qish bitirdi va har xil organlarda uzun yil advokatlik qildi. Ali İzzet Begovich bir tarafdan to'xtamay turli kitoblarni o'qisa, yana bir tarafdan kommunistik hokimiyatning bismiga qaramay o'z o'y-fikrlarini yozishga tirishdi. Ilmiy va fikriy jo'g'lanmasi, cho'nqur bilimi va musulmon kimligini aks ettiradigan yozmalar bilan tezla diqqat tortadi. Islomiy mavqeda o'tirib qo'ygan fikrlari faqat bo'shnoqlarga emas, balki sobiq Yugoslaviyadagi har millat musulmonlarga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. Atizmga qarshi va siyosiy islom tarafdori Ali İzzet Begovich kommunistlarning eng muhim nishonlaridan biri edi. 1980 yılı Tito o'lgandan keyin Yugoslaviyada ahvol texmi ig'irlashdi va Ali İzzet Begovich 1983 yılı yana bir qatim qo'lga olindi. Uning bilan birga nurg'un musulmon ziyolilar mavjud tuzumni ag'dirish maqsadida tashkilot qurish jinoyati bilan qaralanib, hibsga tashlandi. O'zi hech qachon ko'rib boqmagan atalmish tashkilot a'zolari bilan tunji qatim sud ko'rishdi.
Tashkilot katibishi deb ayblanib 14 yil kesilgan zindon hayotida birga yotgan turmudoshlari keyingi siyosiy mustaqillik va erkinlik kurashida yaqin sabdoshlar bo'lib qoladi. 1987-yili pushaymon qilib abu so'rasa va bundan keyin hargiz siyosiy faoliyatlarga aralashmaslikqa ant ichsa qo'yitildiganlik haqidagi taklifni qat'iy rad qilgan Ali Izzatbegovich kommunizm lageri zavolliqqa yuz tutgan bir bosqichda demokratik allar va islom allarining bismi bilan 1988-yili 25 noyabrda erkinlikka chiqdi. Ali Izzatbegovich o'zining qo'yib sabab bo'lgan siyosiy hodisalar oldida ijtimoiy mas'uliyatni ustiga olishga majbur bo'ldi. 1990-yil mart oyida yosh musulmonlar klubidan biri bir yo'ldagi ba'zi sabdoshlari bilan birga Demokratik harakat partiyasini qurib, Yugoslaviyadagi musulmonlar faol rayonlarda keng ko'lamda tashkillanishga boshlaydi. Bulupmu Boşnaq və Alban musulmonlarning kelajagining faqat Yugoslaviyaning billa va adil bir shaklda idora qilinishi bilan kapolatga ega bo'lganligiga ishongan Izzatbegovich Yugoslaviyaning parchalanish bosqichida siyosatga kirib 1990-yili 15 dekabrda ilib berilgan saylovda utib chiqib Bosniya Hersegovina jumhur raisi bo'ldi. 1992-yili 1-martda o'tkazilgan umumiy xalq ovozi qo'yishdan keyin 62.80% mustaqillik tarafdori ovoz bilan Bosniya Hersegovina Yugoslaviyadan mustaqillikni jakarlaydi. Lekin uzun o'tmay musulmonlarning hokimiyatiga kuchli nupozdan bearam bo'lgan serblar to'plan ko'tarib ig'ir qatlam yurgizdi. Ali Efendi bu qalaymaqanchilikda ho'shiyor va salmoq siyosiy yo'l tutib, par kuchi bilan qurolliq to'qinishni tezroq oyoqlashtirishga tirishdi. 3 yil davomlashgan qonliq urush 1995-yili 14 dekabr imzolangan va Bosniya Hersegovinaning mustaqillik e'tirof qilingan Dayton ahdnomasi bilan oyoqlashdi. Urush jarayonida va urushdan keyin turli xalqaro bisimlarga chidab, mustaqil Bosniya Hersegovina uchun nihoyat kuchli diplomatik va askariy tirishchiliklar ko'rsatgan Ali Izzatbegovich ahdnoma imzolangandan keyin 1996-yili 14-sentyabrda o'tkazilgan tunji saylovda Boshnoq, Krot va Serb vakillardan mutashakkil uchlik raislar kengashiga kirib, davlat rais saylandi. 1998-yili 13-14 sentyabr saylovida qatnashqusi bo'lsa-mu, Demokratik harakat partiyasi markaziy komitetining qarori bilan qayta nomzod bo'ldi va saylovda o'tib chiqib, raislar kengashi boshliqligini davomlashtirdi. Lekin salomatlik sababli 2000-yili 6-oyda muddatdan burun raislikdan istifa berdi. Büyük mujohid, mutafakkir davlat arbobi Ali Izzatbegovich Hijriya 1424-yili Sha'bonning 23-kuni, milodiya 2003-yili 19-oktyabr kuni vafot topdi. Ali Izzatbegovich siyosiy kimlik bilan birga islomiy faoliyatlar bilan tanilgan va haqida turli tillarda nurg'un asar va maqolalar e'lon qilingan shaxs bo'lib, 2-dunyo urush mazgilida qaytarqinib o'qigan falsafa kitoblari va insoniyatning mavjudligiga aloqador savollarga javob izlashi natijasida islomiyatning ardamlari bilan tanishdi. Eng muhim asarlardan biri bo'lmish Sharq bilan G'arb oralig'ida islom, Ali apandining falsafa bilimining naqadar cho'nqur, islomga naqadar pishiq ekanligini ko'rsatib berdi. 1993-yili Podshoh Faysal xalqaro islomga xizmat mukofotiga erishgan bu asar inglizcha, turkcha, arabcha va fransuzcha qatorliq nurg'un tillarga tarjima qilingan bo'lib, 2014-yili Odiljon Ar-Uyg'ur tarafidan uyg'urcha tarjima qilingan. Qo'limizdagi islom xitobnomasi otliq asarni 1970-yili Ali Efendi bir necha do'sti bilan birga yozib e'lon qilgan bo'lib, davlat ichi va sirtida kuchli ta'sir qo'zg'agan. Bosniya Hersegovinani o'z ichiga olgan butkul sobiq Yugoslaviya musulmonlari va barliq dunyo musulmonlariga o'zlari yashayotgan davrda insoniyat va o'z dindoshlar oldidagi mas'uliyat va majburiyatlarini eslatgan va eskartgan mazkur xitobnoma inglizcha, fransuzcha, arabcha, turkcha, farscha qatorliq tillarga tarjima qilingan. Boshqa asarlari: Islomiy uyg'onishning qashallari, Erkinlik qechishim, 1983-1988-yillari turma xotiram, Aslima umr sazguzashtilari, Bosniya tirkishish mo'jizasi, nutuq, ziyorat va bayonotlardan tanlanmalar, Bizlar qul bo'lmaymiz, Soğuq və mudhish tinchlik kunlari, Dunyoning kesish nuqtasi, tarjima qilg'uchidan.
barcha mavjudotning egisi va rizq berguvchisi Allah Azza va Jallaga sonsiz hamd sano va elchisi do'sti Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga tugimiz durud, u zotning oliy ashabi va isbosar ummatlariga salomdan so'ra, hurmatli o'qirman, qo'lingizdagi ushbu asarning muallifi va asarning qisqacha ta'rifi yuqorida bayon qilinganligi uchun bu yerda qayta to'xtalmasdan mazkur asarning uyg'urcha tarjimasiga aloqador bir necha eg'iz so'z qilg'aymiz. Gerçi asar e'lon qilinib, aradan 50 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, asar mazmunidagi o'tkir fikr va joyida yakunlar hali ham ahamiyatini va yangilikni yo'qotgani yo'q. Bulupmu 1000 yillik musulmon Uyg'ur xalqi uchun bekmi zarur bir asar bo'lib, bu muhim bir asarning Uyg'urcha tarjima qilinishi vatanimizda mumkin emas edi. Lekin erkin dunyoda yashayotgan bizlarmi bu asarni Uyg'ur xalqiga sunishda xeyli kechikdik. Endi yanim kechiktirishga bo'lmaydi. Şoňa Sajiya İslam Tadqiqat Markazi bu vazifani ustiga elishga jur'at qilib 2022-yillik xizmatlar qatorida kun tartibga kirgizdi. Şübhəsizki, hər qandaq əsərini tunji yazılğan tilda oxuş ən to'g'ri va ən manfaatlidir. Agar asli tilda o'qish imkoni bo'lmasa, asliga sodiq tarjimani o'qishmi bir omad. Lekin tarjimada %100 aynanlikni qo'lga keltirish basi mushkul, ko'pincha mumkin emas ishdir. Tarjimaning tarjimasi bo'lsa, texmi shundoq. Hatto tamoman boshqa ma'noga o'zgarib ketishi mumkin. İslam xitobnomasi aslida Hindu-Yevropa til sistemasi, Slav til oilasi, Janubiy Slav til guruhiga tava Boshnoq tilda yozilgan bo'lib, dunyoviy cho'ng tillardan inglizcha, fransuzcha, arabcha, turkcha, farscha tarjimalari allaburun keng o'qirmanlar bilan yuz ko'rishgan. Asarning Uyg'urcha tarjimasi bundan burun e'lon qilinganligi hanuz ma'lum emas. Biz tarjimada ham Boshnoqcha, ham Uyg'urchani yaxshi biladigan kishi topolmaganligimiz uchun inglizcha, turkcha va arabcha nusxalarga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Bu uch tildagi tarjimalar ayrim-ayrim o'zgachaliklarga ega bo'lib, inglizcha tarjima, so'zma-so'z tarjima va asosan hech qanday hoshiya qo'yilmagan. Türkçe tarjima ma'no tarjimasi bo'lib, falsafiy puroq kuchlik, tili ig'irroq, bir alaydiligi Turkiyaga bo'libmi Cumhuriyet davriga aloqador tanqidiy mazmunlar ya aynan tarjim qilinmagan yoki atlab o'tib ketilgan. Asosan hoshiya qo'yilmagan. Arabcha tarjima ham ma'no tarjimasi bo'lib, tili go'zal, asli matnga qattiq sodiq, lekin asli matnda faqat ishora qilib o'tilgan Qur'on Karim oyatlari arabcha tarjimada birma-bir, hatto xato bo'lib qolganlari tuzilib, eng munosiblari matn ichida berilgan va kerakli hoshiyalar kirizilgan bo'lib, asarning ijobiy qiymatini texmi oshirgan deyishga tamoman bo'ladi. Biz Uyg'urcha tarjimada yuqorqi 3 tildagi tarjimani o'zaro silishtirish orqali ortiqchilik taraflaridan eng yuqori unumda foydalanishga, to'g'risiga eng yaqin tarjimani qo'lga keltirishga tirishdik deb qaraymiz. Bu yerda mazkur asarga aloqador tuvandagi nuqtalardami o'qirmanning samiy silishga munosibdir. Birinchi, muallifning bu asari bilan islom sharq bilan g'arb o'tirda degan asri uning islom dunyosida uyg'unish va gulinish planining nazariya va tatbiqlash jihatini umurtqisini shakllantirdi. Islom sharq bilan g'arb o'tirda degan asar nazariya qismiga, qo'lingizdagi asar tatbiqlash qismiga vakillik qiladi. Demak, bu ikki asar mazmuni va nishoni e'tibori bilan biri yana birini to'liqlaydi. Muallif islom xitobnomasida zamonaviy islom jamiyatini bino qilishning asoslariga yo'l xaritasi chizib, Qur'on va sunnat ko'rsatmalari namoyon bo'ladigan islom davlatini qurish uchun yetarli siyosiy va iqtisodiy qurilmani taraqqiy qildiradigan asosli prinsiplarni ko'rsatib berdi. Buning bilan u islom jamiyatini islom davlati qurishning negizlik va oldingi asosiy sharti qiladi. Natijada u musulmonlarning mavjud qaloqliq va passivlik holatidan chiqish uchun ta'lim-tarbiya, ilm-fan, ishlab chiqarish va ilmiy tadqiqotining muhimligini ta'kidlaydi. Muallif yana islom davlati qurmoqchi bo'lgan islom harakatlari dastlab qiladigan xatoliklarga diqqatimizni tortadi va esil g'oyalar faqatla esil vositalar bilan yetkazib bo'lganligidan iborat negizlik haqiqatni ta'kidlaydi. Qanaqli bo'lmasin, bu asar butun Yevropa va G'arb dunyosida siyosiy va axborot buhronlarining chiqishiga sabab bo'lgan 1983-yili Yugoslaviya hukumati sud mahkamasiga sungan hujjatlar ichida mazkur asarning negizlik o'rnini qo'yib turib, muallifga turli qalpoqlarni kiydirishga uringan va uningga 14 yil hukm chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Ikkinchi, mazkur asar tanqid,
obzor, kamsitish va axlashlarga yo'liqishdan sirt, serib, krovatcha va inglizcha tarjimalarda burmilashlarga yo'liqqan. Düşmanlar tarafidan asarga qarata planliq va izchil burmilash va qaralash ilib berilgan. Asar matnida bo'lmagan iboralar qo'shib etilib, o'zgartirilib, Belgrad va boshqa joylarda keng tarqatilgan. Turli tillarga tarjima qilinib, xristianlarni qo'rqitishga ishlatilgan. 3. Gerçi Ali İzzet Begovich allaburun alamdan ketgan bo'lsa-mu, uning mazkur asarlarining ta'siri sababli muallifga qarata ilhamgacha islomga o'chmanlik qilguvchilar tomonidan Balqon ellarida emas, butun Yevropa, Serbiya va Isroil orqali turayotgan Wikipedia va boshqa torbatlarda qaralash va bo'xtonlar to'lib ketganligini ko'rib aql bo'ladi. 4. Muallif odatdagi kishi emas, balki eng yuqori saviyadagi fikr va ziyo ahli. Qurolsiz xalqning jihodiga eng dahshatli paytlarda yetakchilik qilgan qo'mondan. Kam uchraydigan mutafakkir va insonshunos edi. Butun yoshlik davri Qur'on yillarini bir qismini o'z iymon keltirgan masala uchun turli tahdid va iziq-to'shlarga pisand qilmay, ham bo'yin egmay turmalarda o'tkazgan. Rais Cumhur saylangandan keyin saroyga yetkelmay 4 yil bo'yicha to'xtovsiz bombardimon qilinib turgan rayondagi oddiygina uyda g'o'rigil turmush kechirgan. U bu tarjimali bilan tarixdagi eng ulug' qahramonlar taqvodor Said hokimlar qatoridan o'rin olgan. Uning tarjimalidagi mazmunlar tugalras va aniqdir. Buningdan hayron qolarligi va dushmanning diqqatini tortgani shuki, u har qanday ahvol ostida axloq fazilatni qat'iy qo'ldan bermagan. U jumhur rais bo'lishdan burun qanday bo'lsa, qo'shini dushmanni yengib o'ch olalaydigan qudratga yetgandan keyinmi dushmanga o'xshash jinoyat va vahshiylikni qat'iy sodir qilmagan. Sodir qilgan bo'lsa-mu, bu nopok urushda ayblanmaydi. Shundaqdimi islom madaniyati mezonlari bilan g'arb madaniyatining o'lchamlari o'tirisidagi farqni o'z amaliyati bilan ko'rsatib qo'ydi. Va insoniyat uzun muddat dars olgudak va tadqiqot ilib borgudak axloqiy maydon ko'rsatadi. O'zi va xalqi ko'rgan qattiq kunlardimi prinsipdan va axloqdan bir qadam chetnab ketmadi. Demak, u bu amaliy sinoqdan muvaffaqiyatli o'tib ketdi. Buningga do'stlardan avval dushmanlar guvoh bo'ldi. Mana buni asarining va muallifning to'xtovsiz va planli qarorlashlarga duchor bo'lishining sabablaridan biri deyishga bo'ladi. Asarining Uyg'urcha tarjimasi to'g'risida. 1. Asarining bo'shnoqcha asl til nusxasi va inglizcha nusxalarida asosan hashiya berilmagan bo'lib, bu tarjimada Uyg'ur o'qirmanlarining asarini texmi yaxshi tushunib olish uchun zarur deb qaralgan yerlarga berilgan hashiyalar tarjimon va tahrir tarafidan kirgizilib, tez shaklda askaratildi. 2. Asarining aslida mazmuniga aloqador holda keltirilgan oyatlar faqatla sura numri, oyat numri shaklda berilgan bo'lib, bu tarjimada mazmunning texmi yaxshi tushunilishi uchun oyatning tarjima matni berildi va go'yi xato ishoratlar tuzilib, hashiyada muvofiq askaratildi. Oyat tarjimalarida Muhammad Solih Domullam tarjimasi asos ilindi. 3. Asarining arabcha tarjimasına ait utuqliq tarjimalardan biri bo'lib, bulubmu tarjimon Muhammad Yusuf Adas tarafidan kirgizilgan ayrim sharh xarakterlik hashiyalar Uyg'urcha tarjimada biriga sunildi va arabcha tez shaklda askaratildi. Albatta, har qanday tarjimaning yozilgan birinchi tilni o'z ayni ifodalab bera olish qiyin. Shundaqdimi mazkur tarjimada asliy sodiq bo'lish prinsiplariga ching esilgan holda bor kuchimiz bilan keng o'qirmanlarga mumkin qadar ommabop tilda sunishga tirishdik. Muqaddima o'rnida. Nishonimiz musulmonlarning islomlashishi, shuarimiz ishonish va kurash qilish. Nihayat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan jakarlanmoqda bo'lgan ushbu xitobnoma hargizmi musulmon emaslarga yoki arasaldi kishilarga islomning undaq yoki bundaq tuzum, mavu yoki avu ideologiyadan ustun ekanligini isbotlab beradigan bir yozma emas. Balki bu xitobnoma zodi qaysi tarafda turish kerakligini qalbida ro'shan his qilib yetgan va mansubiyatini biladigan musulmonlarga qaratilgan bo'lib, bu ana shu kishilar uchun o'z tavalligi va e'tiqodining qanday vazifalarni taqozo qildiganligi haqida zarur xulosalarni chiqarib olish uchun bir chaqiriqdir. Navbatda bir butun musulmonlar olamiy ajoyib bir o'zgarish va yo'g'rilish bosqichini boshdan kechirmoqda.
mazkur o'zgarishlarning ta'siri o'tirg'i chiqishga boshlaganda, bu dunyoning ko'rinishi qaysi qiyofatda bo'lishidan qat'iy nazar shu aniqdirki, bu olam endi hargizmi 20-asrning tunji yarmidagi olam bo'lmaydi. Musulmonlar uchun sukunat va passivlik davri endi kelmasga ketdi. Bu o'zgarish va yo'g'rilish bosqichini hamma bo'libmi mag'ribdan mashriqgacha butun kuchli yodlar tepilmas fursat belishmoqda. Endi ular hayvatli qo'shinlar bilan emas, balki ideologiya va sarmoya kuchi bilan o'zlarini qabul qildirmoqda va bu yangi ta'sir uslubi bilan o'zlarining musulmonlar dunyosidagi mol-mulklarini kafolatga ega qilib, musulmon xalqlarni davomli siyosiy jihatdan qaram, moddiy jihatdan mahkum va ma'naviy jihatdan qashshoq qoldirish maqsadiga yetmoqchi bo'lishmoqda. Xitoy, Rossiya va G'arb allari musulmon dunyoning qayerdan xo'jayin bo'lishini talashib o'zaro kurashmoqda. Halbuki ular behuda mojarolashadi. Chunki islom dunyosi ularning emas, musulmon xalqlarningdir. Ya'ni yer ko'lami eng cho'ng, tabiiy boyligi eng ko'p va eng oz 700 million nüfusga ega. Mislsiz siyosiy va madaniy an'analarning merosxo'ri bo'lmish bir dunyo jonliq islom ideologiyasini yoqilab qolsa, adoqqicha mustamlika va beqindilik qilavermaydi. Bu benormallikqa xotim beradigan yangi musulmon bug'unning oldini to'sib qolaligidek hech qanday kuch yo'q. Biz mana shu iymon bilan do'stlarimizga va dushmanlarga birdek musulmonlarning o'z dunyolarining taqdirini o'z qo'llariga ilishni qaror qilganligini va endi bu dunyoni o'z ideologiyasiga tayangan holda qayta qurib chiqadiganligini jakarlaymiz. Bu ma'noda ushbu xitobnomani butunlay yangi fikrlardan tashkil topgan deb bo'lmaydi. Mazkur xitobnoma dunyoning har qaysi taraflarida o'tirg'i chiqqan va deyarli butun musulmonlar olamida umumiy ahamiyatga ega turli o'y fikrlarning yig'ilmasidir. Bu xitobnomaning o'zguchiligi bo'lsa, fikr va plan bosqichidan uni amalga oshirish uchun tashkillik holda harakatga o'tishni maqsad qilishidir. Esil nishon uchun jihad hargizmi bugun boshlangan emas. Chunki o'tgan davrlardagi musulmonlarning tarixiy qurbon berish, dard, alamli kechmishlar va shahidlar bilan to'lgan. Ammo bular aslida istibdodchi qarshi bosh ko'targan sarxillar yoki kichik guruhlarning fidokorliklari edi. Halbuki mavjud masala va qiyinchiliklarning buyukligi millionlagan fidoilarning to'liq tayyorligi bilan harakatga o'tishini taqozo qiladi. Ushbu xitobnoma islom yo'lida jinini fido qilgan do'stlarimizga armag'on qilinur. Milodiya 1970-yili Sarayevo. Biz musulmon xalqlarning beqindilik, qaloqlik va nomrodlik chembiriga ichida cho'rgilaverishdan qutulib ketishni istaymizmi yo'q? Yangi boshdan masmud qadam bilan izzat va qadrini rostlash yo'lida qaytadan yurib ketishni istaymizmi yo'q? Bu ummatning vujudida urg'ib turgan jasurlik, ardam va qobiliyat buloqlarining bor kuchi bilan qayta etilib chiqishni istaymizmi yo'q? Undaqda bu nishonga ilib boruvchi yo'lni oydinlashtirib olaylik. Shaxsiy, oilaviy va ijtimoiy turmushimizning butun sohalarida islomiy ideyani yangidan barpo qilish va mashriqda Indoneziyadan mag'ribda Marokashgacha yagona islomiy birlikni amalga oshirish. Balkim bu nishon ehtimoldan yiroq, hatto g'oyaviy ko'rinishi mumkin. Lekin yanil mumkinchilik doirasida bo'lg'achqa chilliqqa egadir. Buning aksicha har qanday noislomiy programma o'z nishoniga yaqin va mumkinchiligi yuqori bo'lgan taqdirdami olamiy islom uchun dal bir utopiya, xiyoliy dunyodir. Chunki u mumkinchilik doirasida emas. Tarix elishang'uliq bo'lmagan shu haqiqatni ochiq o'tirib qo'ymoqdiki, musulmon xalqlarning arzu-armonlarini jonlantiradigan va musulmonlar ara keraklik intizom, ilhom va kuch mag'durni qayta barpo qila oladigan ideologiya dal islomdir. Islomdan yot boshqa bir ideologiya musulmonlarning fikrini mayli madaniyat, mayli siyosatda haqiqiy egallolmagan. Darvaqa musulmon xalqlarning tarixidagi muhim va ulug' ishlarning hammasi islom bayrog'i ostida vujudga chiqqan.
Alaylık 1950-yillarda faqat bir necha ming haqiqiy musulmon mujohid Angliyani Suez kanalidan chekinib chiqishga qistadi. Bu yerda 1956-yili oktyabrdan 1957-yili martgacha davomlashgan ikkinchi qatimliq Arab-Isroil urushi yoki Suez urushi ko'zda tutilmoqda. 1869-yili bir fransuz şirketi tarafidan tamamlangan Suez kanali 1882-yili İngilizlar Misrni ishg'ol qilgandan keyin Angliya kontrolligiga o'tadi. 1953-yili 18-iyun Misrda Cumhuriyet e'lon qilingandan keyin Angliya Suez kanalini Misr hukumatiga o'tkazib bermaydi. 1956-yili 7-oyda Misr Al-Baji Jamal Abdunasir boshchiligida kanalning egilik huquqi Misrliklarga berilish talab qilingandan keyin shu yili 29-oktyabr Isroiliya Misrning Sinay yarim oraliq askar chiqardi. Angliya va Fransiya boshda urushga qarshi chiqqan bo'lsa-mu, Jamal Abdunasirning qarshi urush e'lon qilishi bilan ularmi askar va qurol yarog' bilan urushga qatnashdi. Sovet ittifoqi va AQShning birdek qarshiligi bilan Isroiliya, Angliya va Fransiya urushni to'xtatishga majbur bo'ladi va kanalning egilik huquqi Misrga beriladi. Tarjimondan. Halbuki 10 yil o'tib, irqchi arab rejimlarining ittifoqdosh muntazam armiyalari Isroilga qarshi 3-qatimliq urushda eg'ir o'ttirdi. Bu yerda 1967-yili 6-oyning 5-kundan 10-kunigacha 6 kun davomlashgan 3-qatimliq Arab-Isroil urushi ko'zda tutilgan bo'lib, 1967-iyun urushi yoki 1967-iyun mag'lubiyati yoki 6 kunlik urush deb ataladi. Bu qatimliq urush Isroiliya bilan qo'shni Misr, Suriya va Iordaniya orasida portilgan bo'lib, Arab ittifoqiga Iroq, Saudiya Arabiston, Sudan, Tunis, Marokash va Aljeriyami askar va qurol yarog' yordamida bo'lgan. 6 kun davomlashgan urush Isroiliyaning mutlaq g'alabasi bilan natijalangan. Urushdan keyin Misrning Sinay yarim orolida, Suriyaning Golan to'piliklari va Falastinning G'azza rayoni bilan g'arbiy qirg'oq tuproqlarini ishg'ol qilgan Isroiliya zaminni 4 hassa kengaytirib olgan. Turkiyaning BDTga e'tiroz bildirish bilan Isroiliya Sinay yarim orolini Misrga qaytarib bergan bo'lsa-mu, boshqa joylarni izchil qaytarmagan. O'z vaqtida turklar islom davlati salohiyatida dunyoni so'rgan edi. Hala bugungi kunda Yevropaning taqlidchisi bo'lib qolgan Turkiya dunyodagi 100 dan oshiq el qatorida 3-dunyo mamlakati bo'lib qoldi. İslamni qabul qilgan har qanday bir qavm yoki shaxs shu qabulidan e'tiboran islomdan o'zga har qanday bir g'oya uchun yashay olmaydi ham o'lolmaydi. Bir musulmonning kim veya qaysi nomda bo'lishidan qat'iy nazar har qanday bir tojdor veya hukmdor bir millat veya bir partiyani ustun qilish yoki shu kabi bir xususda jon tasadduq qilishi tasavvurga sig'maydi. Chunki haqiqiy islomiy ong egasi buningda bir xil butparastlik va Allohsizlikni cho'qim sezadi. Musulmon faqat Allohning nomi va islomning izzati uchun o'lalaydi yoki urush maydonidan yiroqlasha oladi. Shuning uchun turg'unlik va passivlik davrlari aslida islomiy tanlashning yo'qligi yoki musulmon olamining davoniga yamlishiga tayyor emasligini ko'rsatadi. Natijada shunday deyalaymiz-ki, bular islomning musulmonlar ustidagi ma'naviy monopolining salbiy ifodasidir. Bu ahvolni Allohning irodasi deb qabul qilib turib, shuni ochiqcha ilgari suramizki, islom dunyosini islomsiz va islomga qarshi holda yengilg'il bo'lmaydi. Chunki islom insonga aloqador holda insonning dunyodagi o'rni, hayotining nishoni va inson bilan Alloh, inson bilan inson munosabatlari haqidagi pozitsiyasi musulmonlarning ahvolini yaxshilash yo'lidagi har bir haqiqiy harakatning abadiy va o'zgartib bo'lmas axloqiy, falsafiy, fikriy va siyosiy ulu sifatida mavjud bo'lib turmoqda. Ko'z oldimizdagi tanlash nihoyat aniq. Ya islomiy uyg'unishga qarab ilgirlash yoki passivlik bilan chekinish. Musulmonlar uchun uchinchi bir tanlash yo'q. Islom xitobnomasi. Ali Izzat Begovich. Planlag'uvchi doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Elikbek. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Sajiya Islom tadqiqot markazi Tahriroti. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Loyihalaguvchi A. Aqhun. Ovozda Zekiya Abdusattar. 2023-yili 1-nashri 1-qatim bislishi. İstanbul. 1. Musulmon xalqlarning orqada qilishi.
An'anachilar va modernistlar. Islomning insonni tarbiyalab boshqarib qolmasdan yana dunyoni tartibga solishga qodir ekanlik tushunchasiga tayangan islomiy uyg'onish ideyasi har doim ikki xil kishining to'sqinligiga uchrab kelgan. Biri koni reseptlarni tanlagan an'anachilar, yana biri yotlarning reseptlarini tanglaydigan modernistlar, yangilikchilar. Oldinqisi islomni keyniga tortidi, keyingisi islomga yot bir kelajak tushaydi. Bu ikkisi cho'ng farqqa ega bo'lish bilan birga o'zaro o'rtaq taraflarga ega. Yana ikkilisi tar ro'jakdan qarab islom dinini Yevropa tushunchida faqatla abstrakt bir din deb qaraydi. Bizcha bu xil pozitsiya islomning tili va mantiqisini tushunishda ig'ir yetarsizlikdir. Hatto islom dinining mohiyatini uning o'tmishdagi, kunimizdagi va dunyodagi rolini yetarli anqirib bo'lolmaslikdir. Mana bu yetarsizlik islomni faqatla abstrakt bir din deb oddiylashtirib, butunlay xato tushunib olishga ilib borgan. Iymon bilan ilmni, axloq bilan siyosatni, ideal g'oya bilan manfaatni muvofiq birlashtirishda islomning maydoni butunlay o'zgacha bo'lib, bu aslida insonning mavjudligi va vazifasi boridagi negizlik haqiqatlarning qayta-qayta ta'kidlanishi va muayyanlashtirilishidir. İslam zahiri ve batini dünyanın mevcutluğunu tan algan halda insanның bu ikki dünya o'tirisidagi tegi yo'q hangning ikki yaqısını tutashtirib turuvchi ko'riklik rolini o'tayotganligini ko'rsatib bermoqda. Mubada bu ikki dunyoni mana shunday birlashtirish bo'lmasa, din orqaga chekinadi. Har qanday turdagi aktiv hayotni rad qiladi. Ilmmi ateizmga so'rab mangadi. İslam faqatla abstrakt bir din degan nuqtadan yo'lga chiqib turib, an'anachilar islom tashqi dunyoga tartib o'rnatmasligi kerak deb yakunlasa, modernizm tashabbuskorlari islom tashqi dunyoga tartib o'rnatolmaydi deydi. Amaliyotda ikkisi bir gap emasmi? Musulmon dunyosida an'anachilarning birdan-biri deyilmasakmi, eng cho'ng vakillari shayxlar va oxunlardir. Ular islomda xristianlikdagidek mollalar dinni monopol qiladigan ish yo'q degan ro'shan ko'rsatma tursimi, o'zlarini islom haqida so'z qilishni monopol qilib olgan ayrim bir tabiiy qilib olishdi. Shunaqla o'zlarini Qur'on Karim bilan xaloyiq orasidagi vosita o'rniga ko'tarib oldi. Ular o'zlarini ayrim bir tabiiy qilib olg'achqa, e'tiqodlarida dogmachi diniy zotlar sifatida teolog ilohiyatchilarga aylanganlardir. Ularcha bo'lganda din adaq qitim, shundaqla manguga kelgan bo'lg'achqa, bu din bir qitim va abadil abadga tushuntirib o'tilgan. Shunlashqa eng yaxshisi hamma narsani 10 necha asr burun deyilgan bo'yicha tashlab qo'yish kerak. Dogmatlarning bu muqarrarcha mantiqisi bo'yicha teologlar har qanday yangilikning ashaddiy dushmaniga aylangan. Shunlashqa shariatning dunyo taraqqiyoti jarayonida o'tirg'i chiqqan yangiliklarni joriy qildirish va Qur'on Karimning hukmlarini tatbiqlash maqsadida yangiboshdan qonun qilib tashkillanish uchun qandoqligi urinishda bo'lishdan qat'iy nazar har qanday kishi teologlar tarafidan iymon sog'lomligi, shubhiyliklar qatorida muomala qilinib, qilgan harakati dinning bir butunligiga qarata bir hujum hisoblanmoqda. Balkim ular buni islomga bo'lgan cho'nqur muhabbat tuyg'usi sifatida izohlash mumkin. Lekin bu patolog, binormal, qaloq va nazar doirasi tor kishilarning muhabbati va dal shularning texi o'lmagan islom ideologiyasini tunjuqtiradigan halokatli quchoqlashlardan o'zga narsa emas. Vaholanki islom dinini hiligacha teologlarning qo'lida beayni pechti buzilmagan bir kitob peti saqlanyotdi deb o'ylash noto'g'ri. Teologlarning ilg'or ma'rifatga quchoq ochmas qilayotgani rost. Ammo tasavvufga to'limi moyil bo'lgan teologiya mazkur kitobning ichiga islom ilmiga zid talaydigan irratsional bema'ni, hatto aniq xurofot narsalarning kirib ketishi yo'l qo'ygan. Teologiyaning mohiyatini obdan bildirganlar uning xurofotga nemishqa taqobil turolmaydiganligini, hatto xurofotni diniy tafakkurni ma'lum darajada biyitidi deb qarab olganligini bayqilib olaydi. Tarix mobaynida barcha dillar ichida eng sab va eng mukammal bo'lgan Qur'on Karimning bir tangrichilik maydoni tadrijiy suslashtirilib, amaliy hayotga yirginch din so'dlari borliqqa keldi. O'zlarini dinning homiysi va tushuntiruvchisi deb olgan zotlar qanday qilib bo'lmasin dindan nihoyat go'zal va kirimlik bir kasb yaratib olishdi va qilcha vijdon azobi tortmay dinning amaliy turmushda tatbiqlanmasligiga ko'z yumdi.
Ular islom dunyosini bo'g'ib turgan qiyinchiliklarni yengish yo'lida har qanday bir aktiv qadam tashlash xususida o'zini namoyon qilolmadi. Aksincha, islom olamida uyg'onish alomatlari ko'rilayotgan ushbu kunlarda bu vafosiz dunyoning turli qattiq qo'lliqlari va rahimsiz yuzining vakili bo'lib qoldi. Natijada teologlar xato yerda, xato kishilar bo'lib qolishdi. Әмді аталмыш taraqqiyotparvar, g'arbchi, modernist yoki o'zlarini yana allaqanday nomlar bilan atib olgan zotlarga kelsak, ular butkul islom dunyosida haqiqiy ofatning namoyandalaridir. Chunki ular son jihatdan intayin ko'p. Shundaqla hukumat, ma'rif va ijtimoiy hayotning hamma sohasida kuchli ta'sirga ega. Modernistlar islomga mullular va an'anachilarga qarab turib diagnoz qo'yib va boshqalarni buningga ishontirib, islomiy ideologiyaga vakillik qiladigan barcha narsaga qarshi front shakllantirgan. O'zlarini islohotchi deb olgan bu xalqni odatda xijil bo'lish kerak bo'lgan narsalardan faxrlanayotganligidan tunib olaysiz. Ular ko'pincha begzodalardan bo'lib, g'arbda ilm tahsil qilgan bo'ladi. U yerdagi bayashat turmush oldida o'zini past ko'rdi va yurtiga qaytganda o'zi tug'ilib o'sgan, ammo orqada qolgan va yo'qsul shu dunyoga qarta kishini cho'chitadigan darajada saskinish tuyg'ulari bilan qaytishgan bo'ladi. Ular islomiy tarbiya ko'rmagan, xalq bilan ma'naviy va axloqiy rishta bog'langan bo'lg'achqa, nihoyat tezla aqlli qoidalarni unutib qoladi. Mahalla odat, udum va e'tiqodlari oyoq osti qilinib, o'rniga allakimlarninkilar dastilganda, yurtlarda bir kechadala o'zlari mastona bo'lgan Amerikani barpo qilalaydiganligini tushakishidi. Ular o'lcham turg'izishning o'rniga o'lchamga cho'qinishni ilib keladi. Ana yurtlarining yushirin imkonlarini taraqqiy qildirishning o'rniga o'z havo havaslarini bakkarak muhim siraydi. Natijada buzuqchilik va axloqiy chiriklikka yo'l ochadi. Ular g'arbning kuch-qudratining negizi g'arbliklarning qanday yashashida emas, balki qanday tirishib ishlashida ekanligini. G'arbning kuchi modada, axloqsizlikda, kechilik klublarda yoki hayosiz yosh bo'g'ullarda emas, balki ularning kishini hayron qoldiradigan ishchanligi, to'xtovsiz tirishchanligi va mas'uliyatchanliklarida ekanligini anqarolmagan kishilardir. Bizdagi eng cho'ng ofat oramizdagi g'arb parastlarning yot reseptlarni ishiltish emas, balki ularning shu reseptlarni qanday ishiltishni bilmasligi yoki joyiga ishiltalmaganligi. Shundaqla tadbiqlash jarayonida nimaning to'g'ri ekanligi borida yetarli darajada yuksak sezgirlik yetildirolmaganligidir. Natijada ular foydali mahsulotni emas, aksincha o'zga madaniyatning ziyonli va unumsiz yerim tayyor mahsulotlarini elishdi. Bizdagi g'arbparastlar o'z yurtlariga elib kelgan qimmati, gumonliq narsalar ichida odat turli inqilobchil ideyalar, programmalar, islohotlar va butun masalalarni hal qila oladigan atalmish qutquzg'uchi ta'limotlar bo'ladi. Ana shu islohotlarni atrofliq tahlil qiladigan bo'lsak, orasida hayron vas qolg'udek darajada aqlga siqqisiz kaltipamliklar va palpatish misollarni ko'ra olamiz. Bu barada madaniyat islohotchisilikdan bekerak harbiy qo'mondon bo'lgan rahbar Mustafa Kemal Atatürkning Turkiya uchun taqdim qilgan xizmatlarini o'z hajmiga loyiq o'rinda qo'yish kerak. Uning islohotlaridan biri bo'lgan fas qizil bukni cheklab, o'rniga shapkini yo'lga qo'yishni misol keltirish mumkin. Halbuki ko'p o'tmayla boshdagi shapka mingidagi o'y va odat an'analarni o'zgartirishga asla yetarlik emasligi ayon bo'ldi. Bir asrdan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, g'arblik emas nurg'un xalqlar uchun g'arb madaniyatiga zodi qanday moslashish tig'ich hal bo'lgani yo'q. Tamoman rad qilg'uliqmi yoki ehtiyotchanlik bilan tanlaparaq olg'uliqmi va yoki hech nimani ilg'amay qabul qilavergulikmi? Mana bu savollar berilgan javoblar o'z navbatida talay xalqlarga g'alaba qushtirdi yoki ularni fojiaga taslatdi. Ba'zi islohotlar bir millatning naqadar bilganligini namoyon qilib bersa, yana ba'zilari eng cho'ng xiyonatni o'ziga yoshirgan bo'ladi. Yaqin tarixdagi Yaponiya va Turkiya o'rnaklari bu borada haqiqatan yorqin o'rnakdir. 19-asrning oxiri va 20-asrning boshida bu ikki davlatning ahvoli bir-biriga o'xshab ketadi. Silishtirishga bo'ladi. Har ikkisi uzoq tarixga, o'zgacha qiyofat va shonliq o'tmishga ega imperiya. İkkalisi taraqqiyot jihatdan bir-biridan ko'p farqsiz, inovat ham hurmat jihatdan tarixda o'rni ustun davlatlar edi.
Bir eg'iz qilib aytganda, bu ikki davlat kelajak to'qnashuvida o'xshash fursatga ega edi. Keyin har ikki davlat ma'lum islohotlarni boshdan kechirdi. Yaponiya tamoman yodlarcha emas, balki o'z an'analariga muvofiq yashash uchun islohot bilan urf-odatni birlashtirishga tirishdi. Turk taraqqiyotchi modernistlar bo'lsa, dal aksicha yo'l tutdi. An'analarini tashlab, g'arblashtirishga yugurdi. Mana bugun Turkiya 3-dunyo ellari qatoridan o'rin oldi. Yaponlar bo'lsa, dunyodagi eng ilg'or xalqlardan bo'lib qoldi. Yiziq masalasida Yapon va turk islohotchilarining pozitsiyasidagi farq boshqa xususlarga solishtirganda balkim eng ro'shan shaklda o'ttirg'i chiqmoqda. Turklar oddiy va faqatla 28 harfdan tashkil topgan bu alohidaligi bilan dunyo bo'yicha eng mukammal va eng keng tarqalgan yiziq bo'lmish arab ilifbasi asosidagi turk ilifbasini tashlab latin harflariga o'tdi. Yaponlar bo'lsa, modernistlar tashabbus qilgan latin harflarini qabul qilishdan rad qilib, o'z yiziqlarini mukammallashtirib, 46 harf va uningga qo'shilib 880 xanzuch xatdan tashkil topgan murakkab yiziqni saqlab qoldi. Kunimizda Yaponiyada asosan savodsiz odam yo'q. Vaholanki harf inqilobidan buyon 40 yil o'tgan bugungi kunda Turkiyada nüfusning yarmidan ko'pragi savodsizdir. Natija mana shu. Bu natijani ko'rilish uchun oddiy ko'z yetib oshadi. Hargiz buning bilan tugagani yo'q. Nəhayət qısqa vaqtdan keyin faqat oddiygina aloqa quroli bo'lgan yiziqning aslida masala emasligi oydinlashdi. Chin sabablar, ondan keyingi natijalar haqiqat to'limi cho'nqur va muhim edi. Bütün madaniyatlarning yadrosi va taraqqiyoti barini yo'q qilish va inkor qilishga emas, balki davomlashtirishga bog'liqdir. Yiziq bir millatning tarixiy davomliligini ilgari surish va asli tutish shaklidir. Arab ilifbasining amaldan qoldirilishi Turkiyani yiziq bilan saqlab qolingan behisob o'tmish xazinasidan mahrum qildi. Boshqa nurg'un parallel islohotlar natijasida yangi turk bug'uni ruhiy tirikidan mahrum va ayni bir xil ma'naviy bo'shliq ichida uyg'ondi. Turkiya o'z xotirasini, o'tmishini yo'qotib qo'ydi. Buni kim xohlaydi? Demakki, islom dunyosining modernist islohotparvarlari yangi o'zigacha shart-sharoit ichida asli g'oya va qimmat qarashlarni amalga oshira oladigan xalqqa vakil, aql va bilgan kishilardan bo'lolmadi. Hatto dal shular birinchi bo'lib qimmat qarashlarga jang e'lon qildi. Fursat topsalar masxir qilishdi va kishini cho'chitadigan kaltipamlik bilan xalqning muqaddasotlarini oyoq osti qilib, o'rniga yolg'onni o'rnatish uchun rost hayotni vayron qilishdi. Mana shundaq nojoratliklarning oqibati sifatida Turkiya va boshqa ellarda kasal millatlar o'ttirib chiqdi yoki chiqish oldida turmoqda. Aslini yo'qotgan va yo'lini yutirib qo'ygan ma'naviy jihatdan garang davlatlar haqiqiy kuch-qudrat va hayajondan mahrum, shaharlarmi bayni Yevropayi shaharlarning oldig'uchi judolaridek sun'iylikka g'arq holda birmu tabiiylikni saqlab qola olmadi. O'zini va asli vaslini anqaralmagan bir el qayon mingishni va qay tarafga yuzlanish kerakligini bilarlarmidi? Mustafa Kemalning ba'zi islohotlari to'liq fojiali ko'rinishi mumkin. Bu islohotlar amaliyotda G'arbning islom dunyosiga bo'lgan pozitsiyasi va bu dunyoni qanday remont qilmoqchi ekanligini ochiq oydin o'ttirib qo'ymoqda. Bu har doim yodlashish, haqiqiy masalalardan va xalqning axloqiy, fanniy taraqqiyoti uchun jafoliq tirishishdan qichish, yuzaki va oddiy narsalarga ko'ngil bo'lishda ifodalanmoqda. Hokimiyatni mushundaq insonlarning qo'liga topshirgan musulmon bir davlatning mustaqilligi qaysi ma'noga keladi? Bu mustaqillik va erkinlikdan xalq nima foyda ola oladi? Yotlarning ideologiyalarini qabul qilgan va G'arbning yoki Sharqning kim bo'lishidan qat'iy nazar siyosiy qo'llashiga erishgan boshqaruvchilar soyasida bu davlatlarning hammasida yangicha bir ishg'ol harakati qanot yoydirildi. Ichki yot falsafa, yot turmush tarzi, yotning yordami, sarmoyasi va yotning qo'llash bilan to'lgan bir tur moddiy va ma'naviy qaramliq shakllandi. Bu ellar rasman mustaqillikka erishdi, ammo haqiqiy erkinlikka erisha olmadi. Chunki haqiqiy erkinlik hammadan avval ma'naviy erkinlikdir. Eng avvalo ma'naviy mustaqillik uchun kurash qilib g'olib kelmagan bir xalqning mustaqilligi bir muddatdan keyin faqatla milliy marsh va bayroqdan iborat bo'lib qoladi. Halbuki bu ikki narsa haqiqiy mustaqillik uchun to'liq yetarsizdir. Bu vajidan musulmon budullar haqiqiy mustaqillik ko'rishni umumyuzlik va yangiboshdan boshlash kerak.
kuchsizlikning sabablari. Bu ikki to'p an'anachilar va modernistlar kunimizdagi musulmon xalqlarning ahvolini tushunib yetishda ochiq kishilardir. Amaliyotda ular bu ahvolning haqiqiy va oxirgi sababchilari emasdir. Yana bir qadam ilgarilab tahlil qilganda, har ikki ahvol texmi tiran bir sababning ifodasi va namoyandasidir. Islom ideologiyasining e'tiborining tushirilishi yoki rad qilinishi. İslam tarixi faqatla, hatto ko'pincha hollarda islomning taraqqiyparvar xosligining haqiqiy hayotda ro'yobga chiqarilish tarixi emasdir. U ayni damda bu ideologiyani tushunmaslikning, sal qarashning, uning bilan ko'z bo'yashning, suiiste'mol va xiyonatchilikning tarixidir. Bu nuqtadan har musulmon ulusining tarixi parlaq utuqlar dastasi bo'lish bilan birga ayni damda ichki siyroqdek botil fikr va ayonchilik mag'lubiyatlarining tarixidir. Bizning barcha siyosiy va axloqiy g'alaba va mag'lubiyatlarimiz haqiqatda faqatla bizning islomni qabul qilib, uni hayotga qanchalik tatbiqlashimizning aksidir xolos. İslamның xalqning kundalik turmushiga bo'lgan ta'sirining ojizlashishi har doim kishilarning ijtimoiy va siyosiy organlarning nacharlashishi bilan natijalangan. Eng dastlabki chog'dan tartib toki bugungacha bo'lgan butkul islom tarixi bu tasodibiylikning ishonchsiz ta'siri ostida taraqqiy qildi. Bu parallelizmda musulmon xalqlarning o'zgarmas taqdiri va islom tarixining bir qonuniyati bordir. İslam tarixining mazkur qonuniyatining davomlashishini nihoyat ro'shan bir shaklda ko'rsatib bera oladigan ikki tipik payti bor. Biri yuksalish, yana biri chekinish davri. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning 632-yildagi baqiy olamga safaridan taxi 100 yil o'tmay turib, islomning ma'naviy va siyosiy hokimiyati kun bitishga Nilning tuvan iqinidan o'tib Atlantik okean qirg'oqlarigacha. Kun chiqishda Aral ko'li vodisidan Hind daryosi havzasi va Chingacha nihoyat katta bir jo'g'rafiyaga yig'ilgan edi. Suriya 634-yili, Damashq 635-yili, Tesfon 637-yili, Hindiston va Misr 641-yili, Kartaja 647-yili, Samarqand 676-yili, İspaniya 710-yili fath qilindi. Musulmonlar 717-yili Konstantipolni qo'rshab, 720-yili Janubiy Fransiyaga yetib borgan edi. 700-yildan e'tiboran Shandongda masjidlar bor edi. 830-yili islom Javoga ulashgan edi. Bundaq misli ko'rilmagan darajadagi favqulodda kengayish islom madaniyatining kelgusi 1000 yil ichida Ispaniya, O'rta Sharq va Hindistondan iborat 3 madaniyat markazini cho'ridigan holda taraqqiy qilishiga sharoit hozirlab berdi. Günümüz dünyasida musulmonlar nimani ifodalaydi? Savolni boshqacharoq qilib so'rasak, biz qay darajada musulmonmiz? Bu savollarning javoblari birdir. Biz asr holdimiz. Yaqin o'tmishda 1939-yilda bir mustaqil musulmon davlat yo'q edi. U tarixdan keyinmi ahvol tuzuk o'zgarib boqqan emas. Biz aqartishdan yiroqmiz. Ikki qatimliq dunyo urushi paytida hech bir musulmon davlatida savodliqlarning nisbati 50%dan oshmaydi. Mustaqillikka erishganda Pokistonda savodliqlar 25%, Aljeriyada 20%, Nigeriyada bo'lsa faqatla 10% edi. Buning aksicha 10-11-asrlarda musulmon Ispaniyada, Andalusda Draperning deyishicha savodsiz bir odam yo'q edi. Biz yo'qsulmiz. Milliy daromad Ironda 220, Turkiyada 240, Malayziyada 250, Pokistonda 90, Afg'onistonda 85, Indoneziyada 70 Amerika dollari. AQShda bo'lsa 3000 dollar. 1966-yildagi ahvol. Musulmon allarning ko'pchiligida sanoatning milliy daromadga qo'shgan hassasi 10-20% atrofida bo'lmoqda. Musulmonlar kunda o'ttiruvchi 2000 kaloriya atrofida oziqlansa, G'arbiy Yevropada bu raqam o'ttiruvchi 3000-3500 kaloriya atrofida bo'lmoqda. Biz bo'linib ketgan to'pluqmiz. Afsuski, bek kambag'allik yoki bek hashamatchilikka asla o'rin yo'q musulmon jamiyatimiz dal shu ahvolga giribtordir. Qur'onning mollarning ichinglardagi boylar orasida qo'ldan qo'lga o'tib yurmaslik uchun degan amriga muxolif holda ne'matlar asta-asta bir uchum kishilarning qo'liga to'plandi.
Iroqda 1958 yildagi yer islohotidan burun 22 million dönüm terilg'u yerning deyarlik 18 million dönümü yoki 82% cho'ng pomishiklarning qo'lida edi. Ayni damda 1 million 400 ming yezliqning hech qanday yeri yo'q edi. Bu shunday bir ahvoldurki, ba'zilarning buni islomning zulmatli kechasi deyishi o'rinsiz emas. Darvaqa bu kecha qalblarimizda oqshom qorong'usi shaklda boshildi. O'tmishda bizga nim bo'lgan bo'lsa va kunimizda nim bo'layotgan bo'lsak, hammasi faqatla ichimizda yuz bergan narsalarning takrori va sho'lisidir. Bu shuning uchunki, biror qavm o'zlarining holatini kufr va gunoh bilan o'zgartmaguncha Alloh ularga bergan ne'matini o'zgartib etmaydi. Alloh ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, qilmishlarini bilib turg'uchidir. Anfal. Chunki bizlar islomimizni haqiqiy ching tutsak, bizni asoratga elish yoki jaholatga qoldirish yoki birligimizni pachoqlash mumkin bo'lmaydi. U holda islomdan murtad bo'lib ketishimiz mumkin bo'lmaydi. Tunjisi Uhudda oxirgisi Sinay yerim oralida yuz bergan jimi mag'lubiyatlarimiz mazkur islomdan voz kechganimizda nusrat qo'ldan ketishdan iborat haqiqatni isbotlaydi. İslamni tashlash va uningdan voz kechish hodisasi islom ideologiyasini bostirishda va islomni intilishchan va harakatchan turmushdan yiroqlashtirib, shukurchan kun o'si bo'ldi deydigan shaklvoz va passiv turmush tarzida tushab qo'yishda ochiq ko'rinadi. Buni bizlarning Qur'onni bugungi kunlardagi tushunish uslubimizda texmi aniq ko'rib olgan bo'ladi. Halbuki Qur'on islom ideologiyasi va islomni tatbiqlashdagi markaziy o'zakdir. Unutmaslik kerakki, musulmon xalqlarning har bir yuksalishi, har bir hurmatga sazovor davri Qur'on Karimning birinchi o'rniga qo'yilish bilan boshlangandir. Bu borada mo'jizaviy ravoji yuqorida tilga ilib o'tilgan va ikki bo'g'in muddat ichida islomni kun bitishda Atlantik okeandan kun chiqishda Chinning ishkirsiga ulashgan dastlabki chaq islomining kengayishi birdan-bir o'rnak emas, faqatla eng yorqin o'rnakdir. İslam tarixidagi butun cho'ng harakatlar parallelizmning o'xshashliklarining mazkur qonuniyatini isbotlaydi. Turg'unlik va chekinish davridan burun Qur'on Karimning o'rni zodi qanday edi? Gerçi Qur'onga agishdan tamoman voz kechilmagan bo'lsa-mu, Qur'onning aktivlik ojizlab, irratsional, qamlashmagan va mistik xurafiy narsalar bozor topgan edi. Qur'on Karim kitob sifatida qonun kuchidan qilib, shay'i sifatida muqaddas bo'lib qoldi. Qur'on Karim haqida izdinish va uni shariylashda aqlonalik emas, balki qilni qirqqa yoradigan ziyoda azvaylashlar va fikr yurgizishning o'rniga Qur'onni o'qish joriy bo'ldi. Meg'iz shakalga fikr ustunligi yodlash mahoratiga taslim bo'ldi. Diniy shaklvozlikning to'xtovsiz ta'siri ostida Qur'on Karim bargan sari tushungan va tafakkur qilgan holda texmi oz va qiroat ma'nosida soz o'qildi. Mujadala, rostchilik, shaxsiy va moddiy pidokorliklar boridagi buyruqlar g'urliqimizga zid kelib, quloqqa yoqmagan holda xush ovoz bilan o'qilgan Qur'on Karim oyatlarining zavq beg'ishlovchi melodiyasi ichida erib yo'q bo'ldi. Bu notabiiy ahvol musulmon xalqlarda bara-bara normal o'rnak sifatida qabul qilinishga boshladi. Chunki bu vaziyat soni kundan kuniga eshivatgan va Qur'on Karimdan ado-judo bo'lolmaydigan, lekin ayni damda turmushni uning buyruqlariga binoan o'rinlashtirish qudrati yetmaydigan kishilarga xo'p kelyotdi. Qur'on Karimning haddidan ortiq qiroat qilinishiga doir psixologiyalik izohning dalili mundaq. Qur'on Karim tilovat qilinadi, shariylandi, yana qiroat qilindi, o'rganiladi va yana qayta o'qiladi. Aqalli bir kare bo'lsa-mu tadbiq qilishga majbur bo'lib qolmaslik uchun bir oyat minglarcha qatim tilovat qilindi. Birov turmushda qanday tadbiqlaymiz deb so'rab qolmasin uchun Qur'onni qanday o'qish haqida nihoyat mufassal va inchki bir ilm ixtiro qilindi. Oqibatda Qur'on Karim nihoyat tushunishlik, ma'no va mazmundan saqit qilingan nuqul qiroat holiga keltirildi. Musulmon olamining gap bilan amal orasidagi mavjud usal realligining haqiqati buzuqchiligi, meynatchiligi, adolatsizligi va bo'zakligi bilan, hashamatlik ammo ichi quruq masjid jamialar bilan, g'oyasiz va qo'rqinchoq jug'on sallalar bilan, riyoga to'lgan islomiy so'lat va diniy maydon bilan mushudinda, lekin dinsiz.
Mana shundaq negizlik zidliklar ichida Qur'on Karim faqatli ko'rinishdan iborat holga kelib qoldi. Ushbu ulug' kitobga bo'lgan bajonidil taslimiyat vaqtning o'tishi bilan uning joriy qildirilishi kerak bo'lgan prinsiplarni mutlaq ma'noda nazardan saqit qilish qilmishlari bilan xarakterlandi. Shundaq musulmon xalqlarning qo'lida Qur'on Karim turibmi chekinib ketishi va hol sirishning birinchi va eng muhim sababi mana shu yerda. Dunyoviy qimmatga ega yana bir sabab bo'lsa, eng keng ma'noda aqartish texmi to'g'rirog'i tarbiya sistemasidir. Asrlardan beri musulmonlarda muntazam tarbiyalangan o'qimishliq zotlar yo'q deyarlik. Aksicha xalq nazarida farqliq, ammo e'tirof qilinadigan ikki guruh kishi bor edi. Biri o'qimishsiz, ikkinchisi xato o'qigan. Musulmon allarning hech qaysida xalqning ehtiyojini qondira oladigan va islom axloqiga munosib tariqada shakllangan bir o'qitish sistemasiga ega emasmiz. Boshqaruvchilar bu to'limi nozik bo'lgan sohaga ya sal qaradi yoki uni yodlarga tashlab berdi. Yodlar pul chiqarib, odam tayinlab va albatta programma tuzib o'z ideologiyalarini tashviq qilgan bunday maktablar musulmonlarni hatto tor millatchilarni tarbiyalamadi. O maktablarda bo'lg'usi ziyolilarimizga itoat, taslimiyat, chatalliklarning boy baravan turmushi va ajoyib kuch-qudratli mastonilik fazilati amlanmoqda. Hamda undaq maktablarda chatallik tarbiyachilar kelajakda bu vazifani jon dili bilan o'z ustiga ola oladigan, o'zini shu sistemaga tabiiy his qiladigan ziyolilar yetishtirilmoqda. Bununluq bilan ularning o'z vatanida o'zlarini nihoyat yot his qilishi va beayni boshqa yerdan kelib qolgandek muomala qilishi kutilmoqda. Chetlaliklar tarafidan bevosita yoki vositalik ochilgan maktab va kollejlarning sonini aniqlab chiqish, undan keyin ularning bu favqulodda sexiyliklar haqida o'ylanish to'lim ibratli bo'lsa kerak. Mana bu organlarning programmalarini mazmun jihatdan o'z ichiga olgan va atayin olmaganlar bilan nihoyat cho'nqur tadqiq qilish kerak. Mushuna qilganda nihoyat ochiq o'tirg'i chiqadiki, haqiqiy masala ziyolilarimizning o'z xalqiga va xalqning haqiqiy mayl va manfaatlariga to'g'ri keladigan bir yo'lni tepib chiqishni istamasligi emas, asli masala mavjud ahvoli bilan ziyolilarimizning mushunday bir yo'lni tepib chiqish mumkinchiligiga ega emasligidir. Bu ham bo'lsa, ularga tingilgan prinsip va qimmat qarashlar natijasida o'tirg'i chiqqan psixologiyalik hangning naqadar xatarlik ekanligini ko'rsatadi. Kunimizda xalqlarimizning itoatman bo'lish uchun temir zanjirning keragi yo'q. Balki bir xalqning o'qimishli kishilarining vijdon va irodasini palash qiladigan yuqorqidek yot ma'arifning mashhur yiplari yetib oshadi. Mushu sistema mavjudli bo'lsa, chatal kuchlari va ularning musulmon allaridagi yerlik gumashtalari o'z maqom mavqelari uchun qo'rqmasmi bo'ladi. Mazkur ma'rif sistemasi ularga qarshi bir qo'zg'olon va isyon chiqish ehtimoliga binoan ularning eng kuchli qo'llag'uvchilisidir. Ziyolilar bilan xalq ammasi orasida shakllangan, shundaqla bizning umumiy ahvolimizni aks ettirib beradigan eng mudhish ishoralardan biri bo'lmish bu qo'rqinchli hang boshqa tarafdan barg'azir tirallab bormoqda. O'zlariga sunilgan mazkuriyat va g'ayri islomiy mohiyatdagi ma'arifni tunib yetgan xalq beixtiyor holda uni rad qilmoqda va buning natijasida yiroqlashish ikki taraflama davomlashmoqda. Musulmon to'pluqlarga aqartishga va maktabga qarata so'q muomalada bo'lganligidek bema'ni va palapatish bir qora chaplanmoqda. Haqiqatda bo'lsa, maktabga qarshi turishdek bir qiliq yo'q ekanligi nihoyat ochiq. Qarshilik islom va xalq ammasi bilan har turli ma'naviy beg'i uzib tashlangan yotlarning maktablari qartadir. Musulmon ammining parvosizligi. Talay musulmon mamlakatda modernistlar tarafidan ilib berilgan inqiloblar, xuddi kelishib olgandeklar birdek dinga qarshi va ijtimoiy siyosiy hayotni laiklashtirish uchun ilib berildi. Bu ma'noda mazkur inqiloblar yaqinqi zamon Yevropasida o'tirg'i chiqqan milliy davlat bilan cherkov orasidagi kurashni aslatdi. Ammo bu inqilob g'arbda taraqqiyot va qonunning ustuvorligiga erishganligini ifodalasa, islom dunyosida sun'iy va hech qanday ijobiy o'zgarish ilib kelmagan bir bosqichga vakillik qilmoqda.
Laiklik va millatchilik bu ellarda hech qanday ijobiy ma'noga ega bo'lmay qolmay, haqiqatda faqat ba'zi narsalarni yolg'onga chiqarishdan iborat bo'ldi. Masalan, Yevropa tarixida millatchilik bilan hammaga hukmronlik qilib olgan din va cherkovning tizginini tartish islom dunyosining tarixida hech nimani ifodalamaydi. Yana kelib o ikki ideya millatchilik bilan laiklashtirish tegi-tektidan va qurilma jihatdan g'arbning ideyasi edi. Uning islom dunyosiga bo'lgan refleksiya aks etishi umumyuzlik ruhiy qo'rg'oqchilikdan iborat bo'ldi. U ikkisini islom dunyosiga terish bilan islom dunyosi tragediyasining so'nggi pardasi boshlangan bo'ldi. Oqibat e'tibori bilan bu pardani qo'sh bema'nilik deb atsak bo'laverdi. Xo'sh, bu nima deganlik? Har bir gullanish ideologiya inqilobi bir to'pliqning ilg'orlari bilan keng xalq ommasi o'tirisidagi ijobiy aloqa, yo'l qo'yishish yoki ichki moslashish natijasida maydonga keladi. İlg'orlar har bir tüp harakatning iroda va tafakkuri, xalq ommasi bo'lsa uning qini va qalbidir. Odatdagi kishilarning ishtiroki yoki hech bo'lmasa roziligi bo'lmay turib ilib berilgan har qanday faoliyat haqiqiy zarba berish kuchi yo'q, yuzaki faoliyat bo'lib qoladi. Ammoning passivligi tabiiy holda jafoliq ishlash yoki kurashning xim-xatardan qochishdan kelib chiqqan bo'lsa, uni hal qilish mumkin. Agar bu passivlikning o'zi dal kurash nishonlarini rad qilishdan iborat bo'lsa, undaqda uni yengmak mumkin emas. Chunki ammo bu ahvolda mazkur nishonlarni o'zining eng mustahkam irodasi va qizg'in hissiyotiga zid deb qaraydi. Bütün musulmon ellardagi modernistlar yurgizishga tirishayotgan programmalarda nisbatan yipiqroq yoki nisbatan ochiqroq holda yuqoridagi ikkinchi ahvolni ko'ryapmiz. Ular xushomat qiladi, ham tahdid soladi, o'tinadi, ham zo'rlaydi. O'zlari tashkillaydi, ham o'zlari yangi boshdan tuzab chiqadi. Ism va kishilarni almashtirib turdi. Lekin og'ir oqibatda yanada zo'r ko'pchilik xalq ommasining beparvo muomalasi va o'z ichidan qarish turishiga duch kelmoqda. Umumiy maylning vakili va bir misol sifatida Tunis alboshi Habib Burqibani ko'rsatishga bo'ladi. U kiyimni Yevropacha kiydi. Uyida fransuzcha so'zlaydi. Kunimizda Tunisni faqat islom dunyosidan emas, bir butun arab dunyosidan ayirib tashlab, diniy o'qitishga chek qo'ydi. Xalqni Ramazonda ro'za tutmaslikka chaqirdi. Go'yo ro'za tutish xizmat va ishlab chiqarishning unumini tuvallatib turgan omil bo'lg'ashqa, ommaga ulgu bo'lish uchun xaloyiqning oldida apelsin suyi ichibmi baxti. Ammo u musulmon Tunis xalqining bunday taraqqiyparvar islohotlarga qarata beparvo pozitsiyasi va bor bo'lgan qo'llashning intayin ozligi oldida hayron has. Modernistlar buningdek qarg'ulachi ish tutmagan bo'lsa, hayron qolmagan bo'ladi. Musulmon xalqlar islomga zid bir narsani hech qanday qabul qilmaydi. Chunki islom bu allarda faqatli ideya, qonun va prinsiplar yig'indisi emas. Balki islom allburun bulardan xalqib musulmon kishida so'ygi bo'lib ketgan, his tuyg'u bo'lib ketgandir. Kim bo'lishdan qat'iy nazar islomga qarshi chiqqan kishi qarshilik va nafratdan boshqa bir narsa o'rishi mumkin emas. Modernistlar o'zlari yo'l qo'ygan yangiliklar bilan ichki qalaymiqanchilik va qarshiliklarni keltirib chiqardi. Va bu ahvolda islomiy yoki g'ayri islomiy butun islohot programmalarini ilib berish namumkin holga keldi. Xalq ommasining islomiy harakat ilib borg'usi keladi. Ammo o'z ichidan chiqqan ziyolilarni qo'shmay ish boshlay olmaydi. Ajnabiylashib ketgan bu ziyoli qatlam bo'lsa, o'z programmalarini zo'rma-zo'r tangidi. Ammo bu qog'oz yuzidagi g'oyalar uchun jinini, tinini va yuragini otug'idek yetarlik odam to'play olmaydi. Ikki tarafning bir-birining kuchini yo'qotish tirishchanlik natijasida bir xil noilojlik va sukunat o'tirg'i chiqmoqda. Bu ellarda, bu tuproqlarning ko'k gumbiz ostida Yevropa va Amerikalarningdeklar emas, balki bu diyorlarga o'zga bir tuzum, bir harakat, bir farovon turmush barpo qilish mumkin. Chunki musulmon xalqlarning passivligi mutlaq emas. Balki bu yerlarda xalq islomining ajnabiy hujumlaridan o'zini qo'g'dash usuli shuki, qayerda bo'lmasin islomiy mujodilaning eng kichik uchquni ko'rilgan hamon oddiy bir musulmonning duch kelgusi kurash, sabr va qiyinchiliklarga tayyorlashganligi. Bo'libmi mag'lubiyat bilan oyoqlashgan Birinchi dunyo urushidan keyin Osmonli Turkiyasining tajovuzchi Gretsiyaga qarshi ozodlik kurashi, Liviya xalqining Italiya ishg'oliga qarshi qahramonlarcha janglari,
Yaqinqi zamanda Süveyş kanalini cho'ridigan holdagi Angliyaga qarshi mujodala, Algeriya ozodlik inqilobi, Hindoneziyani qo'g'dash, Pokistonda islomiy hokimiyatning haqiqiy barposi yo'lidagi kurashlarda ko'rilish mumkin. Xalq ommasini harakatga keltirish lozim bo'lganda, o'tkinchi, ammo chin ma'noda bo'lmasmi, har doim islomiy uran parollar qo'llanilgan. Islom bor yerda beparvolikqa o'rin yo'q. Musulmonlar hammaga yot his tuyg'ularini harakatga keltiradigan va yetaklaydigan bir ideyaga muhtojdir. Ammo u udul kelgan bir ideya bo'lmasligi, balki mazkur cho'nqur hissiyotga uyg'un ideya bo'lishi kerak. Shunga birdan-bir munosib ideya islom ideologiyasidir. Musulmon ommaning va mavjud aqliy va siyosiy rahbarlik qatlamidagi g'arblashganlarning shu tabqi qarorsiz va kutish holatining qanchalik davomlashishidan qat'iy nazar, birasining o'z g'oyasidan voz kechish mumkinchiligi bor deb qaramaymiz. Ufuqda faqat birdan-bir chiqish yo'li bor. U bo'lsa-mu, islomni o'ylaydigan va uni butun vujudida his qiladigan yangi ziyolilarning yetishtirilishi va bir yerga to'planishidir. Shundala bu ziyolilar qatlami kelajakda islomiy tuzumning tug'ini lapildatib, musulmon omma bilan birlikda uni vujudga chiqarish uchun harakatga o'tkisi. Islom xitobnomasi. Ali Izzat Begovich. Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Elikbek. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Sajiya Islom tadqiqot markazi Tahrirati. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Loyihalaguvchi A. Aqhun. Ovozda Zekiya Abdusattar. 2023-yili 1-nashri 1-qatim bisilishi. İstanbul. 2. İslomiy tartib. Din va qonun. İslomiy tartib. Yosh bo'g'inlarning yangi fikri va hissiyoti nuqtasidan nima ma'noga ega? Islomiy tartibning eng qisqa aniqlamasini din va qonun, tarbiya va kuch, g'oya va manfaat, ma'naviy to'pliq va davlat, fidokorlik va majburiyatning birligi deyish mumkin. Yuqorqi omillarning yig'ilmasi sifatida islomiy tartib, islomiy to'pliq va islomiy hokimiyatdan iborat ikki asosiy shartni taqozo qiladi. Oldinqisi islomiy tartibning mazmuni, keyingisi uning qilibidir. Islomiy hokimiyat bo'lmay turib, islomiy to'pliq notakomil va kuchsizdir. Islomiy to'pliq bo'lmay turib, islomiy hokimiyat utopiya yoki zulmdir. Odatda musulmon kishi bir shaxs sifatida mavjud bo'lmaydi. Agar musulmon bo'lib yashmoqchi va mavjudlikni saqlab qolmoqchi bo'lsa, shunga munosib muhit, jamiyat va tartib tuzum barpo qilish kerak. U dunyoni o'zgartirishga majbur, bo'lmasa o'zi o'zgardi. O'tmishda o'ttirg'i chiqqan bir islomiy harakat yo'qdirki, o'xshash vaqtda u ham bir siyosiy harakat bo'lmasin. Buning sababi islomning bir din bo'lish bilan birga o'xshash vaqtda ham bir falsafa, axloq, tartib, uslub, muhit bir eg'iz qilib aytganda turmushni butunlay o'rab turganligidandir. Islom e'tiqodi bilan g'ayri islomiy turmush, ishlab chiqarish, huzur, halovat va davr surish mumkin emasdir. Mumkin deyilsa, bir bo'lsa masjidda Allohga yalvorib, sirtqa chiqqanda unutib qolgan munofiqlar uchun, bir bo'lsa ya Qur'on Karimdan voz kecholmaydigan yoki mavjud sharoitni o'zgartirish uchun kurashmaydigan, o'zaro ixtiloflashadigan va xushallikdan mahrum kishilar uchun, ya bo'lmasa dunyoning noislomiy rayiga biqib, tarki dunyo bo'lib ketgan darvishona va yakka jigani turmushni tanlab olganlar uchun. Va yoki islom to'g'risida ishkilinib qolganlar, ya'ni islomni tashlab, mavjud turmushni va dunyoni shu put qabul qilib olgan, texmi to'g'riraqi boshqalar qurib bergan dunyoni o'zining bilib yashay oladiganlar uchun mumkindir. Demak, islomiy tartib to'pliq ichida bu yangilik ziddiyatlar yo'q bir tartibdir va musulmon o'zi turayotgan muhit bilan butunlay mosliq ichida bo'lgan bir sistemadir. Musulmon jamiyati degan nima degan savolga biz musulmonlardan tashkil topgan jamiyat deb javob beramiz va o'zimizcha intayin mukammal yoki mukammalga yaqin javob berib o'tgan bo'lamiz. Ya'ni bu aniqlamaning ma'nosi o'z obyekti bo'lgan ommadan ayirib qarag'il bo'lmaydigan tuzilma, munosabat va qonun sistemasiga islomiy tartib deyiladi.
Hech qanday sistema o'zligidan islomiy yoki g'ayri-islomiy bo'lib qolmaydi. U shu sistemani tashkil qiluvchi kishilarga asosan xarakterlanadi. Yevropaliklar jamiyatning qonun yordamida tartibga tushadiganligiga ishonadi. Aflatonning g'oyaviy davlatdan mukammal jamiyat modeli utopiyagacha, eng yangi utopiya bo'lgan marksizmgacha, Yevropa ruhiy ijtimoiy munosabatdagi oddiy o'zgarish bilan mukammal jamiyatni amalga oshiradigan bir plan, bir sxemaning ko'yididir. Ammo Qur'onda haqiqiy ma'noda qonun amaliy ahkamlar nisbatan oz, e'tiqod taqozosiga munosib amaliy harakatga doir aqida va prinsip nisbatan ko'prakdir. Odatda jamiyat qachonki qonun ustiga qonun chiqarilib, adliya sistemasi murakkablashsa, cho'qim bir narsa sezgan bo'lib, bu yangi qonun nizomlarga yangi shimoylashni qo'yib, xalqni tarbiyalash kerakligining aniq ishoratidir. Jamiyatdagi buzilish ma'lumchakdan oshganda qonun nizomlar kuchini yo'qotadi. Shunda ular chirik adliya xodimlarining o'yinchiqi yoki buzuq jamiyatning yoshirin yoki oshkora ko'z bo'yamchiliklariga vosita bo'lib qoladi. O'z vaqtida jahiliyat davrida o'rta va yaqin sharqda nihoyat keng tarqalgan va cho'nqur yildiz tortgan haroq, qimor va sehrgarlikdan iborat 3 illat favqulodda keng bir jo'grafiyada uzoq muddatga Qur'on Karimning faqat birla oyati va birla buyrug'i Allohning bularni birdek harom qilish bilan yo'qitilgan. Ey müminler, haroq ichish, qimor o'ynash, butlar yana cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal silish shaytonning ishi, paskin qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Maida. Ammo e'tiqod ajizlashgan hamon mayxo'rlik va xurofot burunqi kuchi bilan qayta o'ttirg'i chiqqan, mislsiz yuqori saviyaga yetib bo'lgan madaniy muhitmi ularga hech qanday to'salg'i bo'la olmagan. 20-asrning 40-yillari eng ilg'or dunyoviy ilmga tayangan va eng tashkilchan jamiyatning kuchi bilan e'lon qilingan oqishi ichimlik cheklash qonuni zo'ravonlik va jinoyat bilan to'lgan 13 yillik behuda tirishchanlikdan keyin noiloj amaldan qoldirilgan. Skandinaviya ellarining o'xshash qonunni yo'lga qo'yish urinishimi yana o'xshash mag'lubiyat bilan natijalandi. Bu va buningga o'xshash nurg'un misollar shuni aniq ko'rsatib beradiki, jamiyat faqat Allohning nomida va insonning tarbiyalanishi bilan o'ngishiladi. Biz cho'qim mana shu birdan-bir va nishonga yetkazuvchi haqiqiy yo'lda mengishimiz kerak. Islom o'zi o'tirib qo'ygan har sohaga aloqador ma'naviy va ichki prinsiplarni muayyanlashtirish bilan cheklanib qolmagan. Islom shaytonning ilkidagi ko'zirlarini bechit qilishga tirishgan. Agar islom inson bilan dunyo munosabatida insonni markaz qilmagan bo'lsa, din bo'lolmaydi. Agar shuningda to'xtab qolganda edi, u faqatla Hazrat Isoning Allohning salimi uningga bo'lg'ay, insonning g'oyiviy va abadiy tomoni to'g'risidagi ta'limotlarini takrorlaydigan oddiy din bo'lib qoladi. Islom dini Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam va Qur'on Karim orqali haqiqatan insonga, tashqi dunyoga, tabiatga yuzlandi. Shundaqla hayotni va insonni har taraflama o'z ichiga olgan bir butun ta'limot bo'lib qoldi. E'tiqod bilan qonun, kuch bilan tarbiya birlashtirildi. Islom bir tuzilmaga aylandi. Islom faqat bir din emas. Islom dinlarining taraqqiyot tarixida haqiqiy burilish nuqtasi ilib kelganligi bilan boshqa butun din ta'limot hayot falsafalaridan keskin farqlanadigan bo'lib, butunlay o'ziga xos bo'lgan islom falsafasi barliq nazariyalarni ostin-ustun qilib o'tadigan yangi bir ko'z qarash va o'zgacha bir uslubdir. Bu falsafa negizida tashqi va ichki, axloqiy va ijtimoiy, moddiy va ma'naviy hayotni bir vaqtda yashashni taqozo qiladi. Yanımı iniqaroq qilib aytganda, bu falsafa insondan to'liq ong idroki bilan ushbu hayotlikning hamma taraflarini, ya'ni insonni haqiqiy insonga aylantiradiganligini va dunyo hayotining chin ma'nosini aks ettirib beradiganligini da'vo qilgan holda qabul qilishni talab qiladi. Ey odam bolalari, har qatam namoz o'qimoqchi bo'lganinglarda zinnatlaninglar, yanglar, ichinglar, isrof qilmanglar. Allah isrofxo'rlarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aytqinki, Allah bandalar uchun chiqarib bergan zinnatlarni, shirin pok rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mu'minlar uchun yaratilgan. Garchi ularga kuffarlar sherik bo'lsa-mu, oxiratda bo'lsa mu'minlarga xosdir.
Allah'ның bir va sherigi yo'q ekanligini bildigan qavm uchun oyatlarni mushundaq tafsili bayon qilamiz. A'rof. Allah sana bergan boylik bilan oxirat yurtini tilagin. Dunyodagi nisivangni unutmag'in. Allah sana yaxshilik qilgandek, senmo Allohning bandalariga yaxshilik qilgin. Yer yuzida buzg'unchilikni tilamagin. Allah haqiqatan buzg'unchilik qiluvchilarni do'st tutmaydi. Qazas. Buni kundalik turmush tilimizga aylantirib mundaq davilishga bo'ladi. Kishilik hayotning faqatla ibodat va duodan iborat emasligiga, shularga qo'shimcha qilib turmushni ishlash va ilm bilim bilan tartibga silish kerakligiga ishonadigan dunyolik ishlarda ibodatgoh bilan fabrikaning yonma-yon bo'lish kerakligini qabul qilib qolmay, shundaq bo'lishini talab qildigan. Kishilarni tarbiyalab qo'yishli emas, balki shuning bilan birga ularning dunyolik hayotini osonlashtirish kerakligini o'ylaydigan va mazkur ikki nishonning bir-biri qurbon qilinish uchun hech qanday sabab yo'qligiga chin ko'nglidan qoyil kishi dal islomga tava kishidir. Yuqoriga Allohga iymon keltirishni qatqanimizda bu yerda Qur'on Karim ilib kelgan asosli ko'rsatmalarning bir butun islomni gavdalanganligini ko'ramiz. Başqa hamma narsa faqatla uning sharhi va tushundirilishidir xolos. Islomning bu tarifi islomiy tartibning din bilan siyosatning chambarchaslik prinsipini o'z ichiga oladi va islomning mazkur nuqtai nazari nazariyaviy va amaliy ahamiyati nihoyat yuqori bo'lgan boshqa muhim natijalarga ilib boradi. Bu natijalar ichida birinchi va eng muhimi shaksizki, islomning har qanday g'ayri islomiy sistemi bilan birga mavjud bo'lib tura olmaydiganligidir. Şuna İslam dini bilan g'ayri islomiy tusdagi ijtimoiy, siyosiy organlarning birlikda yonma-yon mavjud bo'lib turishi yoki chiqishib tinch o'tishi mumkin emas. Siyosiy organlarning faollashligi va hukumatning beqarorligi bahonasi bilan pat-pat kun tartibga kelib turadigan siyosiy o'zgarish, islohotlar uningdan ziyoda musulmon ellardagi hukumatlarning muqimsizligi, ularning bu ellardagi xalqlarning asosiy his-tuyg'ulari va aloq siljitgich kuchi bo'lmish islomga qarshi o'qitishligining bir namoyandasidir. Diyorlardagi tuzumni tartibga solishda o'zini haqdor ko'radigan islom o'z tabaligida o'zidan boshqa hech qaysi bir ideologiyaning faoliyat ilib berishiga ehtiyojli emas. Ruxsatni bermaydi. Ya'ni islom diyorlarida laiklikka o'rin yo'q. Davlat dinning axloqiy mazmunining ayniki va qo'llovchisi bo'lishi kerak. Bu hamman quchoqlovchi tartib sifatida islomga muomala qilishdagi faqatla birinchi va eng muhim natijadir. O'xshashlar nihoyat muhim, ammo birdan-bir tanlash bo'lmagan 3 natija bor bo'lib, ular: birinchisi, dunyogo'ylik nuqtasidan islom eng yaxshi tartib tuzum o'rnatilgan dunyoni qo'llaydi. Shunga dunyoning texmi yaxshi bo'lishiga turtki bo'lgan turuqliq musulmonlar uni g'ayri islomiy deb rad qilib o'tadigan narsa yo'qdir. Ikkinchisi, tabiatga ochiq bo'lish aslida ilm fanga ochiq bo'lish demakdir. İslomiy bo'lish uchun har qanday chora eng yuqori darajada insoniy va eng yaxshi bo'lishdek ishki shartni hozirlagan bo'lishi kerak. Ya'ni diniy va ilmiy prinsiplarning eng yuqori darajada moslikqa ega bo'lishi shartdir. Uchinchisi, islom kunimizda yer shari xarakterlik ishga bo'linib ketgan din bilan fan, axloq bilan siyosat, shaxs bilan jamiyat, moddiyat bilan ma'naviyat orasidagi bog'ga ishora qilgan holda din sifatini murassallashtiruvchi yangi ideologiya rolini musulmonlar bo'lsa bo'linib ketgan dunyo millatlarini yarashtiruvchilik rolini ustiga olmoqda. İslam xurapatsiz e'tiqod va ateizmsiz ilm fan va'dasi hamda barcha insonlar barobar muomalasi bilan hammani birdek o'ziga qiziqtira oladi. Zamonimizdagi islomiy tartib masalalari. İnson bilan inson va inson bilan jamiyatning munosabatini shakllantiradigan o'zgarmas islomiy prinsiplar bor. Ammo o'zgarmas va manguga bekitib etilgan islomiy xarakterdagi iqtisodiy, ijtimoiy yoki siyosiy tartib yo'qdir. Islom manbalarida bunday bir tartib bayon qilingan emas. Musulmonlarning qanday ishlab chiqarish ilib berishi, jamiyatning qanday tashkillashi va kelgusida qanday boshqarishiga aloqador tadqiqot ilib berilsa, har davrdagi ishlab chiqarish, jamiyat tashkili va boshqarishlari farqli ekanligi o'ttirg'a chiqadi. Her davr va har bugunning islomning mangulik va o'zgarmas asosiy prinsiplarini bu o'tkinchi va to'limi o'zgarishchan dunyoda joriy qildirmoq uchun yangi va o'zgacha shakl va vositalarni tepish vazifasi bor.
Biz bir avlod kishilarning mo tavakkülchi va tashabbuskor bo'lish majburiyatimiz bor. Qabul qilmanki, bu asosiy prinsiplarning aniqlamlari albatta to'liq yetarsiz. Şoڭa hozir bizga intayin muhim ko'ringan prinsiplar doirasida tuvandagi rad tartibni turg'izish bilan kifoyalanaman. Birinchi, inson va jamoat. Islom jamiyati tashkillik bir mu'minlar jamiyatidir. Odamzod va jamiyat uchun nuqul ilmiy, inqilobiy, sotsialistik yoki boshqa nomdagi nuqul tashqi nijotlik yo'qdir. Şoңlashqa ichki tartibdan yiroq, insonni o'zgartmaydigan, ichidan o'yg'atmaydigan bir qutulish yolg'on qutulishdir. Islom jamiyati faqatla ijtimoiy, iqtisodiy manfaatlar asosida yoki qandoqdir faqatla zohiriy, texnikalik omillar ustiga qurilmaydi. Chunki bu jamiyatning qurilmasi tavalligini belgilaydigan din va ma'naviyat omillarini o'z ichiga oladi. Bu omil islomiy jamiyatni barpo qilishdagi yadroliq ul deyishga bo'ladigan ma'naviyatga ega jamoatda tang uchuq shaklda ko'rilmoqda. A'zolari o'zaro zohiriy munosabatlarga tayinadigan har qanday bir jamiyatdan farqli holda musulmon jamoat ma'naviy mansubiyat ustiga qurilgan hamda kishilar aro bog'lanishni bevosita shaxsiy uchrashish va tunishlar orqali maydonga keltirgan ichki va amaliy jamiyatdir. Chunki jamoat jamiyatning ikki nomsiz a'zosi orasidagi munosabat emas, balki inson bilan inson orasidagi munosabatdir. Jamoat tunishish va yaqinlashtirish omili sifatida jamiyatning ichki inoqligi va o'zaro hamkorlikqa hassa qo'shadi. Hamda texnologiya va kun sayin ishlayotgan shaharlashish ilib kelgan yolg'izlik va yotlish tuyg'usining yo'qilishiga yordam bermoqda. Buningdan boshqa mundaq bir jamoat ijtimoiy va axloqiy normalardan ishib ketmoqchi bo'lganlarning zo'ravonliklariga qarata kuch ishlatmay turibmi ta'sirchanligi kuchli jamoat fikri yarata oladi. Jamoat muhitida buni ikki ma'noda, kishining nimani xohlasa shuni qilish yoki tamoman o'z ixtiyori qo'yib etilgan bo'lish xususida yoki moddiy va ma'naviy qo'llashga muhtoj bo'lganda yolg'iz qoladigan hech kim yo'q. Agar musulmon o'zini yar yuraksiz his qilsa, demak musulmon jamiyati mag'lub bo'lgandir. Islom bir kishining boshqa bir kishiga tabiiy holda chin ko'nglidan qo'l sunalishini taqozo qiladi. Bu vujudga chiqmay turib, chin ma'noda bir ish qilingan hisoblanmaydi. Islom davlatining umrvoyat majburiy yarashtirish va kishilarni bir-biridan qo'g'dash funksiyasiga rozi emas. Islom buni faqat shartlik va o'tkinchi sifatda qabul qiladi. Chunki huquq va qonun faqat adolatning vositasi bo'lib, haqiqiy adolat dal kishining qalbida mavjuddir. Aks ahvolda adolat yo'q demakdir. Ikkinchi, insonning barobarligi. Alloh taolaning yakkajiganligi va barcha insonlarning barobarligidan iborat nihoyat muhim ikki tema Qur'on Karimda nihoyat ochiq va keskin shaklda o'ttirib qo'yilgan bo'lib, faqat birla shariy ruxsat berilgan. Jigani Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. Tanlangan xalq, tanlangan irq yoki sinf yo'q. Butun insoniyat barobardir. Sinfiy o'lchamlar turg'izilib, insonlarning tashqi ko'rinishiga qarab guruhlarga bo'lishdek pozitsiyani islom ma'qul ko'rmaydi. Islom diniy va axloqiy harakat bo'lish sifati bilan insonlarni bir-biridan ayiradigan, ammo axloqiy normalarni e'tiborga olmaydigan qiliqni rad qiladi. Agar insonlar haqiqatan farqli deyilsa, undaqda hammadan avval qaysi jihatdan farqli ekanligi o'tirib qo'yilishi, ya'ni yetildirgan ma'naviy va axloqiy qimmatlarga asosan guruhlarga bo'linishi kerak. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, Adam bilan Havodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tunishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik. Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Hujurat. Kunlik ro'zg'arini qandoq ta'minlayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, butun yaxshi odamlar bir jamoatga mansubdir. Xuddi qilayotgan kasbiy o'rni va siyosiy ko'zqarashi nim bo'lishidan qat'iy nazar, butun nochor va axloqsiz odamlar o'xshash bir sinfga tava bo'lgandek.
Sinipiy ayrımcılıq bəayni irqi və başqa səbəblər bilan yürgüzülgən ayrımcılıqlar oxşashil tangsiz, noaxloqiy və insoniy nuqtadan qabul qilg'usizdir. Musulmonlarning qarindoshlig'i. Müminlar haqiqatan qarindoshdir. Hujurat. Qur'on Karim ushbu oyatda garchi to'lim qiyin bo'lsa-mu, erish uchun to'xtovsiz ilgirlashga ilhom manbasi bo'la oladigan yuksak g'oyani o'ttirib qo'ygandir. Jakarlangan bu qarindoshlikqa ilib boradigan yo'lning qisqarish uchun mu'minlarning ichi va tishida favqulodda o'zgarishlar barliqqa kelish kerak. Buningga asosan biz musulmonlarning kundalik hayotida qarindoshlikqa texmi ko'p o'rin berish uchun muvofiq organlarning tashkillanishi va amaliy tadbirlarning yo'li qo'yilishida islom birligining huquq va mas'uliyati bor deb qaraymiz. Haqiqiy islomiy hukumat tarafidan barcha musulmonlarni o'zaro qarindosh ekanlik buyrug'iga bo'ysunishga chaqirish va uni qo'lga keltirish uchun amaliy turmushda ilinug'usi tadbir, qilinug'usi faoliyat va chiqarilug'usi qonunlarning turi soni cheksiz. Moddiy va sinfiy jihatdagi g'oyat zo'r farqlar bilan ro'shan misol bo'la oladigan feodalizm tuzumida yer egisi bilan dehqon orasidagi munosabat qarindoshlarcha emas, balki qulluq sifatida namoyon bo'ladi. Haqiqatan bu munosabat Qur'on Karimning yuqorqi buyrug'iga tamoman xilofdir. Musulmonlarning birligi. Islomda ummat prinsipi bor. Yana barliq musulmonlarning diniy, kultural va siyosiy jihatdan birlik ichida bo'lishi talab qilindi. Islom bu jamoat uchun bir milliy kimlik emas, ammo butun to'pliqlarning ust kimligidir. Prinsipal farqlar, jamoatlar, mazhablar, siyosiy partiyalar bo'lsin yoki moddiy farqlar, cho'ng moddiy farqlar, ijtimoiy sinflar bo'lsin, bu birlik uchun ayrıg'ich omil sifatida ilgari surilgan. Har qanday narsa asli ruhga xilof bo'lsa, bularni cheklab yo'qotish majburiyatimiz bor. Kunimiz musulmon dunyosida islomiy va g'ayri islomiy iqimlarni tunishda islom birlamchi. Islom birligi ikkilamchi o'rinda turdi. Bir to'pliqning ichki tartibini, islom tashqi tartibini, islom birligi qay darajada tashkillayotgan bo'lsa, u to'pliq shu daraja islomiydir. Buning bilan islom u to'pliqning ideologiyasiga, islom birligi bo'lsa, uning siyosatiga aylandi. Mulkchilik. Islom xususiy mulkka yo'l qo'ydi. Shundaqdimi yangi islom jamiyati shuni aniq o'tirib qo'yish kerakki, jamiy boyliqlar, bo'libmi tabiiy boyliqlar butun jamiyatning idorchiligida bo'lishi va barliq fuqaro a'zolarning manfaati uchun xizmat qilish kerak. Mazkur boyliq manbalariga qarata ham ma'lum shaxslarning nomuvofiq beyishi va kuchayib ketishining oldini olish hamda xalq turmushida kun sayin eshiyotgan tashkilchilik ing'ig'mas tadbirlar va turmushning har qaysi sohalariga aloqador taraqqiyot programmalarini yo'l qo'yishning moddiy asosiga kafolatlik qilish uchun bir ijtimoiy kontrol mexanizmi zarurdir. Bugungacha har xil ijtimoiy kontrol mexanizmlari qurilib tatbiqlangan bo'lib, kun sayin eshiyotgan o'rtaq masalalarni hal qilish nuqtasidan bo'libmi AQSh, Sovet ittifoqi va Shvetsiya qatorliq allarda jamiyatning ishtiroki birdek yuqori bo'lgan. Mana bu masalaning ideologik yoki siyosiy pozitsiya masalasi emasligini ko'rsatadi. Bu zamonaviy dunyo jamiyatlarining turmush saviyasiga bog'liq zaruriyatdir. Xususiy mulk Qur'on Karim qo'ygan shart doirasida kuchga ega. U bo'lsa-mu mulkning umumining yaxshilik uchun ishlatilish shartidir. Altın kumush yig'ib, uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergan. Tavba. Islomdagi xususiy mulk tushunchasi Rim qonunidagi erkin tasarruf haqqidan farqli bo'lib, shariat mulkini suiiste'mol qilishni harom qilib, mulkni umumning foydasiga ishlatishga zo'rlaydi. Haqiqiy islomiy hokimiyat uchun bu o'xshashmaslikning uzun muddatlik va amaliyatchil natijalari bor. Bu va Qur'on Karimning yuqorqi amriga binoan har xil vositalar bilan shaxsiy mol-mulkni ishlatmaslik va suiiste'mol qilish ahvoliga qarata butun qonuniy va amaliy tadbirlar kuchga egadir. Yo'qsullik qopatgan jamiyatni parchalaydigan va kishilarni bo'lib o'tadigan haddidan ziyoda bayoshatlik va haddidan ortiq iste'mol ingi bilan tengsizlikni yo'qotish islomiy tartib oldida jamiyatning baqosi va o'zi vakillik qilayotgan chin axloqiy va ijtimoiy qimmatlar uchun o'lcham bo'lib qoladi. Zakat va o'sim. İslomiy qoida nizomlar ichida xalqparvarligi nihoyat ro'shan, biri harom, yana biri farz bo'lgan ikki buyruq bor.
zakotga buyurish va o'simdan cheklash. Biz zakotda kishilararo mas'uliyat va bir-birining taqdiriga ko'ngil bo'lishni ko'rib olaymiz. Mangulik nizom sifatida e'lon qilingan mazkur qoida jamiyatning taraqqiyoti, ehtiyoji va imkoniyatlariga asosan yangi va o'zgacha g'amxo'rlikning asosi bo'la oladi. Günümüz musulmon dunyosida zakot har bir shaxsning shaxsiy ishi doirasida bo'lib, mavjud ijtimoiy va diniy ong muhitida butunlay mulozimat sirtida. Zakotning kamligi har qadamda his qilinmoqda. Halbuki zakot islomiy tartibning ommaparvar va qonuniy organi bo'lib, uni barpo qilish uchun hatto kuch ishlatishga to'g'ri kelsa-mu, har qanday shaklda cho'qim o'rindashga kafolatli qilinishi kerak. Allah Taalaning ey iymon etganlar, haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohning amriga qarshilik qilishdan saqlaninglar. Qilib qolgan o'simni olmanglar. Agar unda qilsanglar, bilinglarki, Alloh va uning rasuli sizlarga urush e'lon qiladi. Agar tavba qilsanglar, qarz bergan sarmoyanglar o'zinglarga qaytadi, boshqalarni ziyon tortqizmaysizlar. O'zinglarni ziyon tortmaysizlar. Baqara degan so'zi orqali o'simning ma'ni qilinishi bilan islom jamiyatining ommaviy tartibining abadiy mezoni turg'izildi. Shuning bilan ishlamay ishlashning va o'simning har qanday turligi qat'iy cheklanib, qonunsizlik qatori qo'shib etilgan. Ya'ni islomiy ommaviy tartibning negizi bo'lmuş axloqiy tushunchaga xilof va faqatla loq moddiy boylikqa tayinib ne'matga erishish to'g'ri ko'rilmagan. Cumhuriyet pozitsiya. Mal mulkka aloqador ishlarning sirtida islom dini hech qanday meros, varislik prinsipini yoki mutlaq imtiyozga ega hech qanday hokimiyatni tunumaydi. Allah Jalla Jalaluning mutlaq hokimiyatini tunish demak, ayni damda boshqa har qanday qodiriy mutlaq hokimiyatlarni inkor qilish demakdir. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga ergishinglar. Allah'ni qo'yib, jinlardan va insonlardan bo'lgan, sizlarni ozdiradigan do'stlarga ergashmanglar. Sizlar vaz nasihatni oz qabul qilasizlar. A'rof. Sizlarning Allah'ni qo'yib ibodat qilayotganinglar faqat sizlar o'zinglar va ota-bobonglar atib olgan butlarning va boshqasining nomlaridan iborat. Allah ularning Allohning sherik ekanligi to'g'risida hech qanday dalil tushirgani yo'q. İbadet ve din baridagi barcha hukmlar faqat Allohga mansub. U sizlarni faqat o'ziga ibodat qilishga buyurgan bu to'g'ri dindir. Lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Yusuf. Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi: Yaratquchiga osiylik bo'lgan qilmishlarda yaralg'uchiga itoat qilishga bo'lmaydi. Biz tarixda tunji va balki hozirgacha chin ma'nodagi birdan-bir islomiy tartib Rashid xalifalar davrida jumhuriyat hokimiyatiga xos 3 muhim omilni ko'rmoqdamiz. Birinchi, davlat raisi saylimi. Ikkinchi, davlat raisining xalq oldidagi mas'uliyati. Uchinchi, umumiy va ijtimoiy ishlarning cho'qim xalq va rais birlikda hal qilinishi. Mazkur 3-moddani Qur'on Karim alohida ta'kidlaydi. Allah'ның rahmet bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afu qil, ular uchun mag'firat tilagin. Ishda ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan tavakkul qilguvchilarni do'st tutadi. Ali Imron. Parvardigoringning da'vatiga ovoz qo'sha oladiganlarga, namozni ta'dil arkan bilan o'taydiganlarga, ishlarni maslahat bilan qaror qildiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadiqa qildiganlarga Allohning huzuridagi savob texmi yaxshidir, texmi boqiydir. Shura. İslam tarixining tunji 4 hukmdori hech qanday shakldagi shoh podshoh emas edi. Ular fuqarolar tarafidan saylangan edi. Miras qoldigan xilofat ochiq oshkor holda islomning siyosiy tuzumi sifatida muqimdalgan saylan prinsipini tashlaganlikdir. Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Bu dal islomiy tartibning ro'yobga chiqarilish yo'lida o'zgartib bo'lmas nishonimiz, o'lchimimizdir. Bu xususda ovozga qo'yish degan gapmi cho'rtli mumkin emas. Bu o'lchamga binoan shaxsning daxlsizligini, mavjud o'rni, muvaffaqiyatlari va jamiyatga qo'shgan hassillari nim bo'lishidan qat'iy nazar rad qilmaymiz.
Bu ma'noda islomiy tartib programmaga qarata mutlaq hokimiyat bilan shaxsga qarata mutlaq demokratiyaning yo'g'rilmasidir. İslamda haddidan ziyod bilga, hammani bilur, mutlaq xatosiz va o'limsiz hech kim yo'q. Hazrat Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning o'zimi bu martabani da'vo qilmagan va shu yuzdan ogohlantirilgan edi. Allah'ның elçisi yeniga ama biri kelganlik uchun tarini turib yüzünü o'rib oldi. Ey Muhammad, nim bilasan? Balki o senden algan ma'rifat bilan gunohlardan poklanish mumkin. Yoki vaz-nasihat anglab uningdan foydalanish mumkin. O'zini iymondan behojat hisoblaydigan odamga kelsak, sen uningga yuzlanasan. Yana uningga quloq silib tabliq qilishga ko'ngil bo'lasan. O kufrdan, gunohlardan poklanmasa, sana nima ziyon edi? Senden ma'rifat tilab, Allohdan qo'rqqan holda yugurib kelgan kishiga kelsak, sen uningga qarmay qo'ysan. Buningdan keyin unda qilmag'in. Bu oyatlar vazdir. Xohlagan odam uningdan vaz-nasihat oladi. Abasa. Bu nuqtadan Qur'on Karim haqiqatchil va ayni afsonaviy qahramonlikqa qarshi bir kitobdir. Kunimizda va o'tmishda xuddi sharqda bo'lganchilik g'arbdami pat-pat ko'rilib turgan shaxsni ulug'lash hodisasi islomga mutlaq yot. Chunki bu bir xil butparastlikdir. Ular Yahudi va Nasoralar o'zlarining xohamlarini, poplarini va Maryam o'g'li Masihni ma'bud qilib oldi. Halbuki ular payg'ambarlar orqali faqat bir ilohga ibodat qilishga buyurilgan edi. Onundan yani alemlerinin parvardigari Allah'tan başka hiç ma'bud barhaq yo'qdir. Allah ularning sherik keltirganliklaridan pokdir. Tavba. Bir kishining haqiqiy qimmati uning shaxsiy hayoti jamiyatga nima qo'shganligi va jamiyatdan nima olganligi bilan bog'lanishliqdir. Kishilarning haqiqiy sifatini bilguchi faqat Allohdir va barcha ulug'lash, övgü və təşəkkür ol Allah'a xasdır. Təlim tərbiyə. İslam cəmiyyətinin uli və tayançı din bolsa, aqartish tərbiyə onun funksiyalarından bir bo'lib qalmay, ayni damda onun mavjudligining shartidir. Bu eng başda oila, ondan keyin har daraja maktablar orqali ishq oshadigan din va axloq tarbiyasidir. İslomiy tartibning alohida vazifalaridan biri har turli xato ma'rif sistemalarini yo'qotish uchun unumli kurash qilishdir. Islomiy tartib cheklash va amaliy tadbirlar bilan xalqning harakash bo'lib ketishiga sababchi har qanday unsurga, ujuq va yushurun fohishaga, e'lon, film xarakterlik rasm, unsin turidagi seriq mazmunlarga, qimorxona, kechilik klub, tanzxonalarga, Жығып etqanda islomiy axloq ing'izit har qanday o'yin tomosha shakllariga imkon bermaydi. O'g'itish. Yangi naslning o'rganish va ishlash odatini turg'izish va yetiltirishiga yetakchilik qilish mazkur bir butun ma'rifning muhim bir parchasidir. Musulmon dunyosining mavjud tuvan holidan texmo tez shaklda qutulib chiqish uchun birlik ittifoqlikdan qolsa, ma'rif ikkinchi eng muhim omildir. Halbuki musulmon ellar yetarli darajada sarmoyaga ega emas. Undaqda bor bo'lgan sarmoyalar hammadan unumdor bo'lgan ma'rifga sarf qilinishi kerak. Ilm fanning mevalarini qo'llanish va ularni olg'a siljitish iqtidorimizni o'stirmay turib, haqiqiy mustaqillikka erisha olmaymiz. Islom o'tirg'i chiqqan dastlabki mezgilda ko'hna madaniyatlarga taba barliq bilgilarga tarafsiz muomala qildi va ulardan foydalandi. Günümüzde her qaysi eller nihayet keng dairede münasebet kuruyotgan Avrupa, Amerika medeniyetinin meyveleriga farqli muomala qilish uchun bir islomiy sabab bo'lmasi kerak. Aslida bizning bilim va texnologiyani qabul qilishimizda masala yo'q. Chunki mavjudligimizni saqlash uchun qabul qilishga majburmiz. Masala buni o'zlashtirgan holda olamdiq yoki aynan olamizmi? Hurmatlab turibmi yoki kamsitish tuyg'usi bilan qabul qilamizmi? Demek mesele mazkur qechib bo'lmas taraqqiyot ichida yo'qab ketamizmi yoki o'z xarakterimiz, kulturimiz va qimmatlarimizni qo'g'dab qala olamizmi da? Sonliq ma'lumotlarga asosan kesib ayta olamizki, kunimiz islom dunyosida son va sifat jihatda yiltizdan eng jiddiy islohotni taqozo qiladigan organ ma'rifdir. Sifat jihatda ma'rifni yodlarga bo'lgan ma'naviy va ba'zi ahvollarda moddiy biqindilikdan qutqizish islom jamiyatining a'zolari bo'lish sifatida musulmonlarning o'qu o'qitishiga hassa qo'shganlik
Son jihatdan mumkin qadar eng qisqa vaqt ichida maktablardagi kamchiliklar tamomlanib, har qatlam xalq ommasining bolalarini o'sishiga oldigan bir o'quv-o'qitishni barpo qilish kerak. Dastlabki qadamda masjidlarni maktab sifatida ishlatishga bo'ladi. Agar o'quv-o'qitish programmalarida mag'lub bo'lmasaqlar, hech qanday sohada mag'lub bo'lmaymiz. Vijdon erkinligi xalqni tarbiyalashni maqsad qilgan va bo'libmi umumiy ta'sirchanlikqa ega matbuot, radio, televiziya va kino film sohasi islomiy, zamonaviy va axloqiy nuqtadan mutlaq nufuzliq odamlarning qo'liga topshirilishi kerak. Halbuki bugunning qoidasida bunday organlar pas yo'ldan chiqqan va o'zlarining talab etish, bema'ni hayot tushunchalarini boshqalarga tangdiganlarning qo'liga topshirilmoqda. Bunga qat'iy yo'l qo'yishga bo'lmaydi. Masjid munoralari bilan televiziya taratqullaridan xalq sunilgan uchurlar bir-biriga zid muhitga nimaga erisha olamiz? Ammo biz islomiy tartib sharoitida hukumatning xizmat formaliq va manqurt yoshlar yetishtiradigan ma'naviy diktatorlikni majburiy tangdiganligidan derak bermaydi. Bu faqat har vaqt, har sharoitda rioya qilinuvchi ba'zi oddiy tutum, pozitsiya va muomala qoidalari bo'lishi kerak deganlikdir. Dinda erkinlik nuqtasida e'lon qilingan, dinda zo'rlash yo'qdir, hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Baqara prinsipi bo'yicha vijdon va tavallik jihatda har qanday ruhiy yoki jismoniy majburlash yoki cheklash ijmo kelishish prinsiplariga xilof haqiqatan Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatim ozg'unlik ustiga jam bo'lmaydi degan. Islom axloqiy temalarda qattiq talabchan bo'lish bilan birga tabiat va shod-xuramlikni idrok qildiganligi bilanmi erkinlikparvar bo'lib, bir butun islom tarixi bunga guvohdir. Islom qandaqdir bir ta'limot yoki monarxizmni emas, yagona Allohni tunuganlik uchun diktatorlikqa mangmaydi va har qanday terrorlik va inkvizitsiya harakatiga yo'l qo'ymaydi. Islom va mustaqillik. Erkinlik va mustaqillik bo'lmay turib, islomiy tuzum bo'lmaydi va aksicha islom bo'lmay turib, haqiqiy erkinlik va mustaqillikmi bo'lmaydi. Keyingi yakunni ikki turli tushunishga bo'ldi. Birinchisi mustaqillik faqat qazanilgan ma'naviy, ideyaviy va mamlakatlik xarakterlik mustaqillikning natijasi bo'lganda haqiqiy va abadiy bo'ladi. Yani xalqning erishilgan mustaqillikni chin ma'noda barpo qila olishi va adoqqa qo'g'day olish uchun shu al xalqning o'shini topganligi va o'z yushurin kuchini tunib yetganligi namoyon bo'lishi kerak. Bunday bo'lmaganda qo'lga keltirgan mustaqillik ma'nosini yo'qotadi va davomlasha olmaydi. Musulmon xalq islom ideologiyasini kundalik turmushida muayyanlashtirishda buni boshdan kechiradi va o'ziga mujassamlaydi. Shundaqla o'z ma'naviy ozodligini ijtimoiy va siyosiy ozodlikning sharti deb qaraydi. Ikkinchisi, musulmon fuqaroning hokimiyatni yurakdan qo'llashi shu hokimiyatning islomiy xarakteri bilan o'ng tanasib ichida bo'ladi. Shundaqla rejim islomdan qanchalik yiroqlashsa, qo'llash shunchalik ojizlaydi. Bu vajidan g'ayri islomiy rejimlarni bunda qo'llashdan tamoman mahrum deyishga bo'ladi. Shunga ular xolisin yoki xolamasin yotlarning madadi uchun kuchashga majbur bo'ladi. Ko'rib olishga bo'ldiki, ularning bu mahkumligi o'zlari tutgan g'ayri islomiy tutumning bevosita natijasidir. Bu haqiqatlar islomiy tuzumning demokratik xarakterining hargizmi shakli emas, o'rtaq tunishga ega mohiyatlik demokratiya ekanligini o'ttirib qo'ydi. Bunday demokratiya xalq ommasining istaklari hukumat tarafidan ideya va amaliyotga aylantirilgan. Xalq irodasining bevosita ifodasi shaklida o'ttirib chiqqan yerlarda mavjud bo'ladi. İslomiy tuzumning o'rnatilishi musulmon ommaning va oddiy kishilarning eng cho'nqur orzusining amalga oshishi bo'lg'achqa demokratiyaning adoqiy pallasi sifatida ko'rilmoqda. Shu narsa aniqki, bir qism boylar va ziyolilar qanday orzuda bo'lishidan qat'iy nazar, avom xalq o'zlariga tava musulmon to'plikda islomiy turmushni talab qiladi. Bu ahvolda demokratiya qoida tuzum va e'lon tashviqotlardan emas, balki real haqiqatdan kelgan bo'ladi. Buni amalga oshirishda islomiy tuzum o'rinsiz kuch ishlatmaydi, chunki kuch ishlatish ehtiyoji ko'rilmaydi. Aksicha g'ayri islomiy tuzum xalq ommasining to'xtovsiz qarshiligi va dushmanlik oldida birdan-bir chora sifatida qattiq kuch ishlatishni tanlaydi va natijada bu muqarrar holda diktatorlikka qarab taraqqiy qiladi. Bu o'zini qochirib bo'lolmaydigan oqibatdir. Xizmat va jihad.
İslomiy to'pliq inson kuchi va tabiiy boyliqlarni safarbar qilish hamda muvofiq tadbir qo'llanib xizmat va faoliyatni qanot yaydirish vazifasini ustiga olish kerak. İslomiy to'pliqning mavjudligini saqlab qolishi, kuchlik yoki ojiz bo'lishi hamma to'pliqda bo'lgandek tirishish va kurashish prinsipiga munosabatli bo'lib, bu ma'noda biz musulmonlar Allohning oldida hech qanday imtiyozga ega emasmiz. Ey mu'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ldi ekan, Alloh uning o'rniga Alloh ularni do'st tutadigan, ularmi Allohni do'st tutadigan, mu'minlar kuyindigan, kafirlar shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidirki, Alloh uni bandalaridan xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir, Alloh hammani bilguchidir. Biz jamoat sifatida psixikimizdan ikki ofatni yo'qotishimiz kerak. Biri, payg'ambardan keyin mo'jizalarning vujudga chiqishiga ishonish, yana biri o'zgalardan yordam kutish. Tirishchan va bilgan kishilar o'tirib qo'ygan mo'jizalardan boshqa mo'jiza yo'q. Mo'jizaviy usul bilan dushmanni qo'g'illay oladigan, nomratlikni tugtalaydigan, farovonlik va ag'artishni, ma'rifni ilib kelalaydigan hech qanday kutilayotgan Mahdi yo'q. Mahdi bizning yalqovligimiz qo'ygan ismimiz yoki qiyinchilik va masalalarning salmiqi mavjud imkon va kurash vositalari bilan qiyos qilib bo'lmas darajada zo'r farqlanib qolganda bechoraligimizdan tug'ilgan yolg'onchi bir umid xolos. Boshqalarning yordamiga tayinish xurofotlikning yana bir shaklidir. Bizlar islom davlatlari sirtidan pidokor do'st yoki ashaddiy dushman istash va tepishni odat qilib oldik va bu atalmish tashqi siyosatimizdir. Amaliyotda na chin do'st, na haqiqiy dushmanning yo'qligini his qilganimizda va mavjud masalalarimiz xususida gunohni dushmanning suiqasdlik planidan bekarak o'zimizga qo'yganda pishib yetilishga boshlagan hamda pishgalchilik va umidsizliklar texmo oz bir davriga qadam qo'ygan bo'lamiz. To'g'risi, siyosiy va moddiy manfaat kutmagan holda yordam berishga tayyor kishilar bo'lgan taqdirdami, bu bizning ahvolimizni ko'rinarli darajada o'zgartirmaydi. Chunki bayoshatliq sirtdan import qilg'ili bo'ladigan bir narsa emas. U chuqum shu el tuproqlarda va tirishchanlik asosida borliqqa kelish kerak. Nimaga erishmoqchi bo'lsak, o'zimiz qilishga majburmiz. Chunki hech kim biz uchun qilib bermaydi, ham qila olmaydi. Bu plan va faoliyatning ajoyib jasoratbaxsh asosi bor. İslam dünyasının tabiiy boyliq va imkoniyatlari favqulodda bo'lib, Indoneziya, AQSh va Sovet ittifoqidan qolsa, dunyo bo'yicha 3-chi hemzirhim rayonidir. Bir butun islom dunyosi bu ma'noda birinchi o'rinda turdi. Qayta gullanish. Biz buni jakarlash bilan bexatar va rohat farog'atlik davrni emas, balki tashvish va qiyinchiliklar monaman deb turgan bosh og'riqi to'li bir davrni jakarlamoqdamiz. Chunki yo'qotish kerak bo'lgan nurg'un illatlar bor. Şoň bu basqoş farag'at va mo'lchilik kunlari emas, o'zni hurmatlash va vijdon kunlari bo'lg'usi. Uyqudagi ummat faqat qattiq zarbalar bilan uyg'ondi. Musulmon jamiyatimizning izguligini chin yurakdan istaguvchilar. Uni har qanday bisim, sinoq va dishvorchiliklardan neri tutaman deb turib olmasin. Endi bu jamiyat o'z kuchini ishiltish, sinoqlarda barliq imkoniyatlarini safarbar qilish va xatarga tavakkul qilish uchun bir eg'iz so'z bilan uyqudan bedor bo'lib, o'z mavjudligi uchun tish-tirnoq bilan tirishishi kerak. To'pliqimiz uyg'oq va harakatchan bo'lgandala o'z yo'lini topa oladi. Ayol kishi va oila. Ayollar musulmonlar jamiyatining har soha, har tarmoqida yangi bo'g'inning onasi va tabiiy tarbiyachisi salohiyatiga uyg'un qiyofatga kirish kerak. O'qimagan, sal qaralgan va mayus bir ona musulmonlarning qayta gullanishni boshlatadigan va uni muvaffaqiyatli holda davomlashtira oladigan o'g'il qizlarni cho'ng qila olmaydi. Musulmonlar tashabbuskorlik bilan onalikni ijtimoiy funksion sifatida qabul qilish kerak. Ayollarga dedak jariyalar davri odatlari bo'yicha muomala qilishdan to'xtash kerak. Ayollarga adolatsiz muomala qilishda islomni dasmoyi qilishga hech kimning haqqi yo'q. Bu yangilik dinni suiiste'mol qilishlarga cho'qim xotima berish kerak. Bu tutumlar hargizmo jamiyatga ba'zi topdan chiqqan kishi jonlarni yoqlab kelgan sapa. Havo havaslayı kengchil hokimiyat qurg'usi bor, g'arb mahsuli bo'lmish feminizm ideologiyasini tangish emas, shundaqla Yevropacha ma'noda ikki jins barobarlik emas.
Bu er kishi va ayol kishining barobar ekanligini urg'ulash shakli bilan ikkisining orasida mavjud va qo'dilish kerak bo'lgan farqlarga diqqat tortishdir. Barobarlik prinsipi bevosita Qur'on Karimda necha qatim va nihoyat ochiq bir shaklda o'tirib qo'yilgandek, o'xshash bir diniy va axloqiy qoida oldida er kishi va ayol kishining mas'uliyati barobarlikning natijasidir. Bu oyatlarning qatoridan Allohning musulmon erlar va musulmon ayollarga, mümin erlar va mümin ayollarga, taat ibodat qiluvchi erlar va taat ibodat qiluvchi ayollarga, rostchil erlar va rostchil ayollarga, sabr qiluvchi erlar va sabr qiluvchi ayollarga, Allohdan qo'rquvchi erlar va Allohdan qo'rquvchi ayollarga, sadiq berguchi erlar va sadiq berguchi ayollarga, ro'z tutquchi erlar va ro'z tutquchi ayollarga, nafslarni haromdan saqlovchi erlar va nafslarni haromdan saqlovchi ayollarga, Allah'ni ko'p zikr qiluvchi erlar va Allah'ni ko'p zikr qiluvchi ayollarga Allah mag'firat va ko'p savob tayyorladi. Ahzab degan so'zidir. Günümüzdə g'arb madaniyati ayol kishini yo huzurlanadigan yo cho'qiniladigan bir narsaga aylantirib qo'yish bilan birga ayni damda hurmatga sazovor birdan-bir aloyidaligi bo'lmish xarakterini tortib oldi. Uni onaliqidan ayirib tashlab, ajallik va o'rni to'ldirilg'usiz rolidan mahrum qo'ydi. Aile ig'ir krizisini boshdan kechirayotgan va qimmatiga savol belgisi qo'yilayotgan ushbu davrda islom mazkur hayot shakliga bo'lgan qo'llash va sadoqatini yangidan ta'kidlamoqda. Shundaqla oila bexatarligini muhim bilib, onunğa xavf ilib kelguchi ichki va tashqi omillarni ichimlik, nashayan munosabat va mas'uliyatsizlik rad qilish orqali amaliy turmushni normal va sog'lom ayolning eng cho'ng va eng haqiqiy manfaatini qo'g'dimoqda. İslam ayol kishiga subyektiv barobarlikni emas, balki butun qimmat e'tibori bilan birga so'ygi, nikoh va bolani hadiya qilmoqda. İslamning dastlabki asrlarida shakllangan oila va nikoh qonuni kunimiz asri ilib kelgan taqozolar va insoniyat ulashgan ijtimoiy ong saviyaga uyg'un shaklda yangidan o'ylashishi, ko'p xotinlikni yanada tizginlash va ajrashishga chek qo'yilish kerak. Shuning bilan bir vaqtda ajrashgan ayol va yetim bolalarga ravrus moddiy qo'dinish ta'min etilishi kerak. Nishon vositani muboh qilmaydi. İslomiy tuzilmani barpo qilish kurashida jinoyatdan boshqa har qanday yo'l vosita mubahdir. Tizginsiz va oshquni zo'ravonlik bilan islomning va bu kurashning paknomini bulg'ashga hech kimning haqqi yo'q. İslam jamiyati muqimlashgan asoslardan birining adolat ekanligini qayta isbotlash kerak. Qur'on Karim bizni dushmanlarimizni yaxshi ko'rishga buyurmagan, ammo cho'qim adil muomala qilishimizni va apujan bo'lishimizni buyurgan. Ey mu'minlar, Allah uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uning rioya qilmasdan yoki fiqir bo'lsa, uning ich og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah sizlardan ularga yaqindir. Nafs xohishinglarga ergishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi paketni burmilasanglar yoki guvohlikdan bosh tarsanglar, Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turg'uchidir. Nisa. Agar intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom olinglar, ya'ni oshirib etmanglar. Agar sabr qilsanglar, ya'ni intiqom olmay kechirsanglar, bu sabr qiluvchilar, ya'ni kechiruvchilar uchun albatta yaxshidir. Nahl. Kuch ishiltish mana shu buyruqlar doirasida bo'lish kerak. Nishonga yetish uchun har qanday yo'l muboh degan formula haddi hisobsiz jinoyatlarga sabab bo'lgan. Ulug'var nishonga pastkash vosita bilan yetkil bo'lmagandek, pastkash vosita har qanday nishonga dog' tushirdi va uni zidilaydi. Axloq jihatdan qanchaki kuchli bo'lsak, kuch ishiltishga ehtiyojimiz shunchaki oz bo'ladi. Demak, aqida sohasida kuch ishiltish ojizlarning qurolidir. Kuch qilolmaganni oliyjanoblik, sabatliq va shijoat qila oladi. Allah'ның rahmeti bilan sen ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afu qil, ular uchun mag'firat tilegin. Ishda ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Allah haqiqatan tavakkul qiluvchilarni do'st tutadi. Ali Imron. Va Parvardigorining yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatlik uslubda yaxshi va nasihat bilan da'vat qilgan.
Ular yani muxolifatchilik qiluvchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashgan. Parvardigoring haqiqatan uning yo'lidan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. Nahl. Az sonliqlar. İslomiy tuzumni faqat musulmonlar ko'p sonliqni tashkil qiladigan davlatlarda amalga oshirg'ili bo'ladi. Nüfus üstünlüksiz islomiy tuzum tepilgan taqdirda faqat hokimiyat bo'la oladi. Chunki ikkinchi omil bo'lmuş islomiy to'pliq kamdir va mustabid hokimiyatga aylanib qilishi ham mumkin. İslam davlati ichidagi musulmon bo'lmagan asonliqlar davlatga sadoqatmanlik sharti bilan zimmiy salohiyatida diniy erkinlik va barliq qo'g'dashdan bahramon bo'ladi. G'ayri musulmon ellardagi musulmon asonliqlar diniy erkinligi, normal turmush va taraqqiyotga kabolatga erishish sharti ostida islom va musulmonlarga ziyon bo'lganlardan sirt shu jamiyatdagi barliq majburiyatlarni ado qilish kerak. G'ayri musulmon ellardagi musulmon asonliqlarning o'rni hamisha dunyo islom jamiyatining kuchi va innovatiga bog'liqdir. Boshqa jamiyatlar bilan bo'lgan munosabatlar. İslam jamiyati bilan dunyodagi boshqa jamiyatlarning munosabati tuandagi prinsiplarni asos qiladi. Diniy e'tiqod erkinligi. Dinda zo'rlash yo'qdir. Hidoyat gumrohlikdan aniq ayrildi. Kimki tag'ut, ya'ni Allohdan boshqa barcha ma'budni inkor qilib, Allohga iymon etadigan, u sunmas, mahkam tutquni tutgan bo'ladi. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ishlarini bilib turg'uchidir. Baqara. İkinci, aktiv mudofaa uchun kuchlik va qat'iy iroda. Dushmanlaringlar bilan urush qilish uchun qo'linglardan kelishicha qurol kuchi, jang eti tayyorlanglar. Buning bilan Allohning dushmanini, o'zinglarning dushmaninglarni va ulardan boshqa dushmanlarni qo'rqitisizlar. Ularni sizlar tunimaysizlar, Alloh tunuydi. Sizlarning Alloh yo'lida sarf qilganinglar mayli nim bo'lsin, sizlarga uning savobi to'liq berildi. Sizlarga zulm qilinmaydi. Yana bu savobdan hech narsa kamaytirilmaydi. Anfal. Ey payg'ambar, mu'minlarni mushriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgin. Agar sizlarda chidamliq 20 odam bo'ladigan bo'lsa, dushmandan 200 ni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'ladigan bo'lsa, kofirlardan 1000 ni yengalaydi. Chunki ular jahil qavm bo'lib, Allohning hikmatini tushunmaydi. Anfal. Sizlarga urush ochgan odamlarga qarshi Alloh yo'lida jihad qilinglar. Tajovuz qilmanglar, tajovuz qiluvchilarni Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ularni, ya'ni mushriklarni, ular haramda bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin, urush haram qilingan oylarda bo'lsin, uchratgan yerda o'ldiringlar. Sizlarni yurtinglardan, ya'ni Makkadan chiqarib etgandek, sizlarni ularni yurtidan chiqarib etinglar. Ziyonkashlik qilish urushdanmi yomondir. Toki ular o'zlari urush ochmoqcha Masjidi Haram atrofida ular bilan urush qilmanglar. Agar ular Masjidi Haram atrofida o'zlari urush açsa, ularni o'ldirib Kafirlarning jazosi shundoq bo'ladi. Agar ular urushni to'xtatsa, sizlar urushdan qo'l yig'inglar. Alloh tavba qiluvchilarga haqiqatan mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Baqara. Uchragan zulmga qarshi tura oladiganlarga Allohning huzuridagi savob texmi yaxshidir, texmi baqiydir. Bir yomonlikning jazosi shuningga o'xshash bir yomonlikdir. Ya'ni sana bir kishi qanchalik chiqilsa, shunchalik chiqilmay oshirmasang bo'lmaydi. Kimga intiqom elishga qodir turuqliq abu qilsa va o'zi bilan yomonlik qilguvchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh beradi. Alloh haqiqatan zulm qilguvchilarni do'st tutmaydi. Zulmga uchrag'uvchi odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Ayıplandıqanlar faqat kishilar zulm qildigan, zimida nohaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shura. 3. Tajovuzchilik va urush jinoyatlarini cheklash. Agar ular tayyorlik qilib olish uchun sulh bilan seni aldamoqchi bo'lsa, Alloh ularning sharridan cheksiz sana kifoya qiluvchidir. Alloh seni o'zining yordam bilan va mu'minlar bilan kuchlantirdi. Anfal. Ayıplandıqanlar faqat kishilar zulm qildigan, zimida nohaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shura. 4. O'zaro hamkorlik va xalqlarning bir-birini tunishi. Ey insonlar, sizlarni biz haqiqatan bir bir ayoldan, odam bilan havodan iborat bir ota, bir onadan yaratdik. O'zaro tunishishinglar uchun sizlarni nurg'un millat va urug' qildik.
Haqiqatan eng taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Hujurat. 5. Ma'qullangan to'xtam majburiyatlarga rioya qilish. Ammo mushriklar ichidagi sizlar bilan muahida tuzgan, muahidaga hech qanday xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qanday odamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilan tuzgan bu muahidaga vaqt to'shqan qadar rioya qilinglar. Shubhisizki, Alloh taqvodorlarni do'st tutadi. Tavba. 6. O'xshash muomala qilish. Mushriklar ahdisi qanday vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarida xush qiladi, dillarida va'dasida turishni xolamaydi. Ya'ni og'izda chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan ularning tulisi fasixlardir. Sura Tavba. Islom xitobnomasi. Ali Izzat Begovich. Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Elik Bek. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Sajiya Islom tadqiqot markazi Tahrirati. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Loyihalaguvchi A. Aqhun. Ovozda Zekiya Abdusattar. 2023-yili 1-nashri 1-qatim bisilishi. İstanbul. 3. İslomiy tuzumning bugungi masalaları. İslomiy gulinish diniy inqilobmi yoki siyosiy inqilobmi? İslomiy tartib din bilan ijtimoiy siyosiy tuzumning birligidir. Acaba uning o'lishi uchun diniy uyg'unish kerakmi yoki siyosiy inqilob qilamdiq? Javob. İslomiy qayta gullanish diniy inqilobsiz boshlana olmaydi. Shundaqla siyosiy inqilobsiz uni muvaffaqiyatli davomlashtirg'ili va tamomlag'il bo'lmaydi. İslomiy qayta gullanishni qo'sh inqilob axloqiy va siyosiy deb ta'riflagan bu javob diniy yangilanishni oldingi o'ringa qo'ydi va bu islomning mohiyatli prinsiplari va kunimiz musulmon dunyosining ko'ngilni g'ash qilarlik realliklarini ko'zatishning natijasidir. Bu realliklar musulmon dunyosidagi ig'ir axloqiy cheriklikka, benormal ish harakatlarga, parixo'rlik va xurafiy e'tiqodlarning hukmronligiga, hurullik va ichki yuzlimlikka, g'ayri islomiy odat va ko'nikishlarning olqishlanishiga, cho'nqur yildiz tortgan moddiyatchilikka, kishini o'yga soladigan darajadagi umid va hayajon yo'qsulligiga ishora qilmoqda. Bu yangilik bir vaziyatda har qanday bir ijtimoiy yoki siyosiy o'zgarish boshlang'ich qadamini dag'dam tashlay oladi. Har qanday bir millat tarixdagi rolini joriy qildirishga chaqirilishidan ilgari cho'qim ichki tozalanish davrini boshdan kechirishi va bir qism asosiy axloq pozitsiyalarini o'zlashtirish lozim. Dunyodagi har qanday kuch axloqiy kuch sifatida boshlandi. Har qanday mag'lubiyat axloqiy santurlishdan boshlandi. Amalga oshirilmoqchi bo'lgan har qanday narsa oldi bilan kishilarning ruhida, nafslarida amalga oshishi kerak. Undaqda islomiy tartibning oldingi sharti sifatida diniy uyg'unish degan nima? U hammadan avval yangi tushuncha, vijdon va yangi iroda deganlikdir. Diniy uyg'unish hayotning haqiqiy nishoni, odamning nima uchun yashaydiganligi va nima uchun yashashi kerakligi to'g'riliq aniq tunib yetishdir. Nishon zodi shaxsiy nishonmi yoki ijtimoiy taqozomi? Mening irqim yoki millatimning shon-sharfi, ulug'liqmi yoki shaxs sifatida mening oldi planiga o'tmishimmi va yoki yer yuzida Allohning qonunlarining hukmronligini o'rnatishmi? Bu ahvolda diniy uyg'unish amaliyotda o'zini musulmon deydigan yoki odatda boshqalar shunday ataydigan kishilarning islomlashishi deganlikdir. Bu islomlashishning boshlanish nuqtasi Allohga bo'lgan mustahkam e'tiqod va musulmonlarning islomning diniy va axloq qoidalarini keskin va samimiy tatbiqlashidir. Diniy uyg'unishning ikkinchi qismi bo'lsa, nishon eng buyurgan majburiyatni o'rindashga tayyor turishdir. Shunga diniy uyg'unish axloqiy qizg'inlik va uning sifati, ruhan shaylarga hukmronlik qilish psixikasi, odatdagi kishilar favqulodda jasorat va fidokorlik talab qiladigan ishlarni qilishga qobil holga kelgan tajribalik va praktik idealizm ahvolidir.
Demek diniy uyg'unish mumkin bo'lgan kundalik normalarni amaldan qolgan shaxs va butkul jamiyat o'z g'oyalari uchun kutilmagan fidokorlik darajasiga o'rlaydigan yangicha e'tiqod va iroda sopasidir. Ushbu yangi ruhiy holat va hissiyot bo'lmay turib, bugungi musulmon dunyosida haqiqiy o'zgarish hosil qilish mumkin emas. Bu muloyizalar asnosida bir lahza bo'lsa-mu bizda tangirqash maydoniga keladi-da o'z-o'zimizdan mundaq so'rab qolamiz. Acaba bu islomiy tuzumga ilib boruvchi yo'lni qisqartirish uchun islomiy to'pluq barpo qilishning oldingi sharti bo'lgan munosib organlarni qurib chiqadigan va xalqning diniy, axloqiy va madaniy jihatdan sistemalik tarbiyalanishni ishga oshiradigan hokimiyatni egallashmi? Lekin bu ziqishdan boshqa narsa emas. Chunki tarix hokimiyatning mahsuli bo'lgan bir haqiqiy o'zgarishga tanıq bo'lgan emas. Har bir haqiqiy o'zgarish ta'lim-tarbiya bilan boshlangan tegi-tektidan axloqiy da'vat edi. Buningdan boshqa islom tartibini o'rnatishni ma'lum bir hukumat va uning organlariga havola qiladigan formula bu hukumatning qanday ro'yobga chiqish haqidagi savolga javob bermaydi. Uni kim qurdi, uning aparatlari qanday kishilardan tarkib topadi, oxir-oqibatda bu hukumatning harakati zodi kim kontrol qiladi va barini o'rib qayta qurib chiqishga sabab bo'lgan maqsadga va qo'llagan xalqqa emas, balki o'zi uchun xizmat qilmaydiganligiga kim kafolatlik qila oladi? Hokimiyat beshidagi mavjud guruhini boshqa bir guruhga almashtirish mumkin. Bu har doim bo'lib kelayotgan ish. Bir zalimning o'rniga boshqa zalimni o'ltirg'izish, dunyolik mol-mulklarning birovning qo'lidan boshqa birovning qo'liga o'tkazish mumkin. Bu ma'noda mavjud ism, bayroq, she'r va shuarlarni o'zgartirish mumkin. Ammo bu shaklda dunyoni yangidan his qilib bo'lmaydi va insonning o'ziga, o'zgalarga va dunyoga qarata pozitsiyasini o'zgartirishga qobil islom tartibiga bir qadam yaqinlashishi mumkin emas. Her zaman ve her makonda ma'lum kuch yoki hukumatni yordamga chaqirish fikri insonning jihatning tunji va eng qiyin bosqichidan o'z nafsi bilan jang qilishdan qechishdan iborat tug'ma orzusidan keladi. Odam tarbiyalash tas, lekin o'z-o'zini tarbiyalash texmi tas. Diniy uyg'unish deganimiz aniqlim nuqtasidan, o'zidan va o'z hayotidan boshlashni ko'rsatadi. Aksicha, o'zgarish paydo qilish uchun kuch va huquq ishiltish bo'lsa, o'zgalarga qaratildi. Bu ideyaning jalbkorligi mana shu yerda. Shuning uchun islomiy tartibni o'zi asosiy nishon qilib belgilagan bir harakat hammadan avval axloqiy harakat bo'lishi kerak. U insonlarni texmi ustun va texmi yaxshi qiladigan bir fikr sifatida kishilarni axloqiy jihatdan yuksaltirishi va tuzish kerak. Mana bu islomiy tartib bilan kishilarni axloqqa chaqirmaydigan va axloqiy o'lchamlarni hisobga olmaydigan, o'y fikr va manfaat barobarligini oldingi o'ringa qo'yadigan siyosiy partiya orasidagi farqdir. Diniy uyg'unishning muhimlik xususida boshqa manbalarda bo'lgandek islomiy manbalardami yetarlik asoslar bor. Birinchi bo'lib, Qur'on Karim bir millatning har qanday o'zgarish va yaxshilanishning oldingi shartining ichki o'zgarish ekanligini o'ttirib qo'ygan. Her qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Sura Ra'd. Ikkinchi bo'lib, bu qonun dastlabki chog' islom ijroatlarida va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dunyoda tunji islomiy tartibni barpo qilish jarayonida ilib borgan kurashlardimi o'ttirg'i chiqqan. Qur'on Karim dastlabki 13 yilda ro'shan holda e'tiqod va mas'uliyatga aloqador masalalarni bosh tema qilgan va bu 13 yil mobaynida ijtimoiy, siyosiy masalalarga o'tishga yoki islom asosida qurilgan ijtimoiy qonunlarni o'ttirib qo'yishga tamshalmagan. Diniy uyg'unishdan yana mundaq 3 muhim umidimiz bor. Birinchi, faqat uyg'unishlar Qur'on Karimning buyruqlarini bo'libmi cho'nqur yildiz tortgan, razil ijtimoiy odatlarga o't ochgan yoki huquq va boylik egalarini bearam qiladigan buyruqlarni qilcha ishkilanmay va murassasiz o'rinlay oladi. Diniy uyg'unish bularni hamma odam yoki yangidan gullangan jamiyatning mutlaq ko'p qismi Allohning amri va adolatning taqozosi sifatida tushundiganligi va qabul qildiganligi uchun tamoman zulmsiz va adovatsiz bir shaklda o'rinlay oladi. Ikkinchi,
İslomiy yangidan qad ko'tarishni faqat g'oyat zo'r shaxsiy va moddiy qurbonlik berishga tayyor kishilar sizlar emas, yana yuksak darajadagi o'zaro ishonch va sodiq hamkorlik bo'lmaymi tasavvur qilg'il bo'lmaydi. Birovlarning tirishchanligi, o'zini beg'ishlashi va qurbon berishi boshqa birovlarning xo'jayinlik va orzu-istaklarini amalga oshirish vositasiga aylanib qolmasligiga qanday kafolatlik qilish mumkin? Yaqinqi zaman islom tarixida pat-pat ko'rilgan axloqiy mudirlash tragediyasining qayta takrorlanmasligiga nima to'salg'i bo'la oladi? İslomiy tartibni o'z ichiga olgan har qanday tuzilma, har zaman uni o'ttirib qo'ygan prinsiplardan mubarak uni ijro qilgan kishilar o'xshab qoladi. 3. Mislsiz qaloqliq, qashshoqliq qipatgan islom dunyosi navbatda tez sur'atda ma'rif va sanoatlashish qadimiy moslashishga majbur bo'ladi. Halbuki tezlashtirilgan taraqqiyot hamma yerda o'z bilan birga mustabidlik, parixo'rlik, oila vayronchiligi, tez va nohaq beyish, qobil ammo qadr bilmas kishilarning rahbarligi. Udum an'analarning qotili bo'lmuş, tez shaharlashish, ijtimoiy munosabatlarning suslashishi, ichimlik, chekimlik va zina fohishining yeyilish xavfini yudib yuradi. Bu kültürsizlik qiyonini faqatla Allohga bo'lgan pok, tavranmas iymon va har qatlam xalq ommasining diniy vazifa bilan o'rinish bilan to'sish mumkin. Din bo'ladigan madaniyat kulturini yo'qotib etilmaydi. Ammo ba'zi hadislardan ko'rilishga bo'ladiki, nuqul moddiy va texnologiyalik taraqqiyot natijada ochiq bir yovvoyilikqa ilib berish mumkin. Islomiy hukumat. Diniy va axloqiy uyg'unishning muhimligini urg'ulash islomiy tartibni islomiy hukumatsizmi barpo qilish mumkin deganlik emas. Men buningga qo'shilmayman. Bu pozitsiya tunji qadimimizning huquqni qo'lga kirgizishdan emas, balki kishilarni qoyil qilishdan boshlanganligi va islomiy gullanishning oldi bilan ma'rif sohasida, ondan siyosiy ma'noda bir inqilob bo'lganligidan derak berdi. Shunga biz oldi bilan da'vatchi, ondan mujohid askar bo'lishimiz kerak. Bizning vositamiz shaxs sifatida ulgi bo'lish, kitob o'qitish va da'vatdir. Kuch bu vositalar qatoriga qachon qo'shiladi? Bu payetni tanlash hamish konkret bir savol bo'lib, bir qator omillarga bog'liqdir. Shundaqdimi yana bir umumiy qoida turg'izish mumkin. Islomiy harakat va axloq va nupus jihatdan kuchayib ustunlikka ulashgan hamon mavjud g'ayri islomiy hokimiyatni og'dirib tashlab qolmay, yangi bir islomiy hukumat qurishga tirishsa bo'ladi va shunday qilishi uning vojib. Bu farq nihoyat muhim, chunki og'dirish va qurish o'xshash darajadagi psixikalik va moddiy tayyorlik talab qilmaydi. Buningda baldur harakat qilish xuddi kechikib qilishdek xatarlikdir. Axloqiy va psixologik nuqtadan yetarlik hozir bo'lmay turib va zarur bo'lgan minimum tarbiyalangan xodimga ega bo'lmay turib, faqat talay o'ngdan kelib qilib hokimiyatni qo'lga kirgizish islomiy inqilobni ro'yobga chiqarish emas, balki siyosiy o'zgarish qilganlik bo'ladi. Siyosiy o'zgarish bo'lsa, g'ayri islomiy siyosatning davomi hamda boshqa bir guruh kishilar tomonidan boshqa g'oyalar uchun qilingan bir ishdir. O'xshashli hokimiyatni qo'lga ilishda kechikib qilishmi islomiy tartibning nishonlaridan biri bo'lmuş huquqqa aloqador kuchli bir vositadan mahrum qilish va natijada g'ayri islomiy hokimiyatning bu harakatga zarba berishiga, sipini teri-peran qilib o'tishga fursat berish demakdir. Bu keyingi munosabatlik yaqinqi zamon tariximizda yetib oshqucha itinishlik va ibratlik misollar bor. Biz musulmon ellarni passivlikqa mahkum qilgan va hech qanday umidga o'rin qoldirmagan realizmga sal qaratamiz. Tarix faqat to'xtovsiz o'zgarishlarning emas, ayni damda nomumkin va kutilmagan ishlarning o'zliksiz amalga oshishining hikoyasidir. Pokiston Islom Jumhuriyati. İslomiy hokimiyat tiliga ilinganda kunimizda o'zini Islom Jumhuriyati deb e'lon qilgan birdan-bir o'rnak Pokistonni nazardan saqit qilib bo'lolmaydi. Garchi ba'zi o'ngishsizliklar va saqlangan ma'lum masalalar bo'lsa-mu, Pokistonga salom bo'lsin. Chunki u islomiy tartib qurib chiqish orzusining mevasi bo'lib, uni tasavvur sifatida o'ttirib qo'yganlar bilan ro'yobga chiqarganlar aniq islomiy ideya bilan yetishganlar edi. Pokiston bugungi zamonaviy sharoit va taraqqiyot saviyasida islomiy tartibni yo'lga qo'yishga doir umumiy bir sinoqdir. Pokiston o'rnagida islom yo'lboshchilari qanday qilish va qanday qilmaslikni o'rganalaydi va o'rganish kerak.
Pakistanning salbiy tajribalarini. Bulumsiz tajribalar doimo bekmi muhim. Mundaq ikki nuqtaga yig'inchoqlashqa bo'ladi. Birinchi, Muhammad Iqbalning tasavvuridagi Pokistonni qurib chiqqan negizlik tashkiliy kuch, ittifoqlik va qobiliyat jihatda yetarsiz edi. Pokiston qurilib uzun o'tmay musulmonlar ittifoqining atrofiga negizlik masalalar, ijtimoiy tartib va davlatni tashkillash xususida o'xshash darajada muomala qilmaydigan bir-biridan xeyli yiroq unsurlar yig'ilib qolganligi ayon bo'ldi. Bu nuqtadan mazkur ittifoq klassik ma'nodagi siyosiy firqa partiyadan ozroq farq qiladi. U Pokiston duch kelgan tangirqashlar oldida o'z ittifoqligini ancha uzun saqlay olmadi. Ikkinchi, Pokiston o'rnikida negizlik islom prinsiplarini tatbiqlashda shaklvozlik va dogmachilik mavjud edi. Pokistonning mutafakkir va faqih qonunshunoslari ma'rifning ajallik masalalariga ko'ngil bo'lishning o'rniga guruhlashishga boshlab, kuchini deyarlik shariatdagi jinoiy ishlar va nikoh aloqador talash-tartishlarga markazlashish bilan xo'ritishdi. Ular o'g'rining qo'li chepilamdi yoki zindonga tashlash kerakmi degandek oyog'i chiqmas dadalashga tushib ketganda davlat sifatida Pokistonning ulug'i tushgan qurt krizis sababchi va o'g'ri qaroqchilikning boshqa shakli bo'lmish poraxo'rlik favqulodda darajaga yetib bordi. Pokistonning dastlabki 20 yillik kechmishi savoqlarga boy bir davr bo'ldi. Birinchidan, islomiy tartib va musulmonlar jamiyatini umumyuzlik qayta qurib chiqish uchun kurash qilishni faqat mustahkam va o'xshash tashkilotga to'plangan tajribali buzilish xatari yo'q va yetishgan shaxslarla muvaffaqiyatli holda davomlashtira oladi. Bu tashkilot g'arb demokratiya amridan kelgan siyosiy partiyalardan emas, balki islom ideologiyasiga tayangan va salohiyatiga yarasha aniq axloqiy va ideyaviy o'lchamga ega harakat. Ikkinchidan, bugungi kunda islomiy tartib uchun ilib berilgan kurash islomning mohiyatini yo'riqqa chiqarish kurishi demakdir. Amaliyotda bu kishilarning diniy va axloqiy tarbiyasi bilan ijtimoiy adolatning asosiy omillariga kafolatlik qilish deganlikdir. Bu vaqtda shakllar ikkilamchi o'rinda turdi. Üçüncüdən, İslam Cumhuriyetining funksiyasi avvalo kishilarning barobarligi va barliq musulmonlarning qarindoshligini jakarlash emas, balki ushbu ulug'vor nishonlarning amaliy turmushda ijro qilinish bo'lishi kerak. Uyg'ongan islom har qanday muhitda texmi adil bir ijtimoiy tartib uchun bayroqni qo'liga elishi va islom uchun kurashishning aslida nodonlik, adolatsizlik va nomrodlikqa qarshi bir kurash ekanligini, bu urushda har qanday murassa yoki chekinishga o'rin yo'qligini jakarlash kerak. Agar islom undaq qilmaydigan, bu bayroqni ikki yuzlama maqsadlarga yetish uchun jamiyatdagi qutratqu va soxta nijotkorlar qo'liga oladi. Bu gaplar garchi ochiq bo'lsa-mu, bizlar yanada Pokistonga va uning dunyo islomi uchun qilg'usi xizmatlariga ishonamiz. Chunki Pokistondek mahbubni tilga olganda, garchi bu sevgi boshqa har qanday sevgiga o'xshash o'ziga yarasha qo'rqish va andishlarini bilib tursa-mu, titramaydigan musulmon qalbi yo'q. Pokiston bizning sinoqlarga to'lgan katta umidimizdir. Pan-islomizm va irqchilik. Günümüzdə İslami tərtibni qollash haqida ilgiri sürgan qarashlarimizdan birida dunyo bo'ylab barliq musulmonlar va musulmon jamoatlarini bir yerga jamlashga yuzlanish islomiy tartibning tabiiy vazifasi ekanligini bayon qilgan edik. Bugungi shart-sharoitda bu ish Marokashdan Indoneziyagacha, tropik Afrikadan O'rta Osiyogacha bo'lgan ulug' islom federatsiyasini qurish uchun kurashga muhtoj. Ushbu tasavvur vizyonni tilga elish aramizdagi o'zini realist atib olgan yoki shunday sanaydigan xeyli nurg'un kishini jiyli qilayotganligini obdan bilamiz. Shuning uchunmi biz bu nishonni texmi aniq va yuqori ovozda ta'kidlaymiz. Bizning nazarimizda musulmon davlatlarni passiv o'ringa tushirib, hech qanday tirishchanlik va umidga o'rin bermaydigan bunday realizm yo'q narsadir. Chunki manbasi dal, kuchliklar oldida o'zini past ko'rish tuyg'usi va ularni hurmatlash bo'lgan ushbu realizmda xo'jayinlar xo'jayin, yollanmalar yollanma piti qilaverdi. Qandaqli bo'lmasin, tarix faqat to'xtovsiz o'zgarishlarning emas, ayni damda nomumkin va kutilmagan ishlarning o'zliksiz amalga oshishining hikoyasidir. Zamonaviy dunyoning realligini tashkil qilgan hamma narsa tegudek 50 yil ilgari mumkin bo'lmaydigandek ko'rinadi. Ochiqcha mundaq ikki realizm bor.
Biri bizning realizmimiz, yana biri qo'rqinchoq va ojizlarimizning realizmi. Bizningcha musulmonlarning o'rtaq masalalarni hal qilish, turli tashkilotdagi o'zaro ittifoqlarni barpo qilish va tadrijiy holda bir qism muhim sohalarda qo'lma-qo'l va tashkillik faoliyat olib berish uchun ma'lum iqtisodiy, kultural, siyosiy va millat xalqigan ba'zi organlarning tashkillanishidanmi tabiiy va realist bir narsa yo'q. Halbuki bizning realizmchilarga ojizlarimizga deb o'qing, bu fikr amaliyotga mos kelmaydigandek ko'rindi. Ular muvofiq deb qaraydigan mavjud hol bizning realizm tushunchamiz bo'yicha sun'iy, hatto bema'nilikning bir timsolidir. Masalan, nazarimizda markazlashish va uyushish davri bo'lmuş kunimizda bir arab millatining 13 davlatga bo'linib ketishi, bir qator muhim dunyo masalalarida musulmon davlatlarning qarim-qarish taraflarda bo'lishi, musulmon Misrning Efiopiya yoki Kashmir musulmonlarining azob oqibatlariga ko'ngil bo'lmasligi, Arab əlləri bilan İsrailiya o'tirisidagi eng keskin tirikishish jarayonida musulmon Eronning tajovuzchi bilan do'stona munosabatda bo'lishi va hokazolar. Buning 1968-yillardagi muloyiza ekanligi unutilmag'ay. Mutlaq qabul qilg'il bo'lmaydigan ahvol bo'lib, ayni vaqtda ham amaliyatchil emasdir. Ya'ni agar amaliyatchil bo'lmagan bir narsa bor deyilsa, u musulmonlarning ittifoqligi emas, balki bundaq ittifoqlikning yo'qligi va bugungi ittifoqsizlik va inoqsizlik holatidir. Hech qanday tarixiy nishon yo'qdirki, agar tabiiy yoki tarixiy faktlarga zid kelmaslar, kishilarning o'rtaq iroda va o'rtaq tirishchanligi bilan hamon ro'yobga chiqmasin. Ishinilgan va u uchun tirishilgan utopiya ro'yobga chiqqanda utopiya bo'lmay qoladi. Bizning realist ojizlar bo'lsa, na ishinishni, na ishlashni xohlamaydi. Ularning kamsitkichi realizmni dal mush yerda tushunib olishga bo'ladi. Qachonki ular musulmonlar ittifoqini amalga oshirib bo'lmas, tush deydigan, amaliyotda ular faqat o'zlari his qilib yetgan ojizlikni ifodalagan bo'ladi. Bu namumkinchilik dunyoda emas, balki dal ularning qalbida. Musulmonlarning ittifoqligi to'g'risidagi fikri hech kimning kashfiyoti emas. Shunaqla palon islohchi yoki bukun mutafakkirning go'zal orzusi emas, balki u bir aksiyoma bo'lib, Qur'on Karimning o'zi o'ttirib qo'ygan. Müminlər həqiqətən dində qeyrindaşlardır. Urushib qalsa, qeyrindashlaringlarning orasini tuzanglar. Sura Hujurat degan mashhur shuarni o'zi ul qilgandir. Shundaqla islom buni musulmonlarning hammasi tutadigan farz roza va yer yuzidagi Allohning eng muqaddas va eng ulug' uyi bo'lgan sharafli Ka'ba bor bo'lgan haramga zaminning hamma taraflaridan musulmonlar kelib, birlikda o'rindaydigan farz haj orqali ummatning izchil samiga silib, to'xtovsiz yinglab turgandir. Shuning bilan butkul musulmonlar dunyosida o'xshash omillarga ega so'lmas tuyg'un yaratgan. Yiroq yurtlardagi bir musulmon xalq ofatga uchraganda, oddiy kishilar orasida kezib yurgan har qanday odam xalq ichidagi yordamsuyarlik va musibatdoshlik tuyg'usining kuchiga tanıq bo'la oladi. Undaqda shunday kuchli ommaviy kayfiyatga ega xalq pan-islomizmi musulmon allarning kundalik turmush va davlat siyosatiga qandaqsi ko'rinarli ta'sir ko'rsatilmaydi. U nemishqa haqiqiy o'rtaq taqdir tunish darajasiga o'rlay olmay, faqatla his tuyg'u saviyasida qoladi. Falastin, Qrim, Sharqiy Turkiston, Kashmir va Efiopiya musulmonlarga aloqador ayonchilik xabarlar hamma joyda birdek ayiblash va ko'ngil yerimligiga sabab bo'lsa-mu, tang qadamlik harakatning yo'qligi yoki harakat qilinsa-mu, harakatning hissiyot bilan o'xshash darajada bo'la olmasligini qanday tushungulik? Bu savolning javobi G'arbda o'qigan yoki G'arbning ta'siriga uchragan rahbarlik qatlamining bilib qilayotgan ish harakatlarining oddiy xalqning ummatchi hissiyotining aksicha pan-islomist emas, balki irqchi ishganlik haqiqatida yotadi. Mana buningdan musulmon xalqlar bilan rahbarlik qatlamining tushunchasi o'ttirisida o'zlish kelib chiqib, bu holatning davomlashishi bilan har qanday ahamiyatli harakat imkonsizga aylanadi va bu qatlam o'zgarmasa, shu peti qilaverdi. Şoňa zamonaviy pan-islomizm negizida biz emas, narsani rad qilib, biz shu bo'lgan narsani arzu qila oladigan bo'lish uchun ong bilan tuyg'uni mosliq ichiga elib kirishdan iborat muhim vazifa bordir. Bu ahvol bugungi musulmon dunyosining millatchiligining xarakteri va taqdirini belgilaydi.
Dunyoning hamma yerida millatchilik xalq ommasining istaklarini musiqa, folklor bo'libmi til urg'ulaganligi uchun keng doirali xalq harakati aloyidligi ega bo'lsa, musulmon allarda qoida sifatida millatchilikning shakli o'zgartirilgan bir nusxasi. Hatto bir xil xalqqa qarshi millatchiliksiz millatchilik yoki ich quruqdalgan millatchilik tarzida ko'rilmoqda. Bu yakunning izohini bir tarafdan ommaning hissiyotini pan-islomizmning egallab olishida, yana bir tarafdan millatchilikning islomning o'rniga dasitish uchun o'ylab tepilgan bir narsa ekanligi va shuningdek boshdan oxir buning islomga qarshi harakat holatiga keltirilganligida izlash kerak. Nurg'un musulmon ellardagi millatchilik harakatlari xalqning o'tmishi va urf-odatlari bilan tabiiy to'qinishga tushib, bu an'analar har sohaga singib ketgan va faqatla islomiy an'analar bo'lg'ach, xuddi o'zlaridan avvalgi mustamlikchilarga o'xshab qilib, bir xil aksil millat harakatiga aylanib qolishdi. Masalan, bir qism arab ellaridagi arab tilining ahvoli hech bo'lmaganda millatchi byurokratiya nuqtasidan ingliz, fransuz ishg'oliyati davridagidan yaxshiroq emas. Agar bu ma'noda bir ish qilinayotidi deyilsa-mu, u haqiqiy qizg'inliksiz qilinmoqda yoki u xizmat xalqiga yotlashib ketmagan kuchlarning tirishchanligidir. Silishtirish. Yahudiylar Isroiliyada asosan unutilib ketgan ibroniy tilni yangidan qo'llanishga boshladi. Arab tiliga qarshi bunday muomalaning sababi nihoyat oddiy. Chunki Qur'on Karimning va islomning tili bo'lmuş arab tili arablarning Arab paraslarning va umuman millatchilik tuyg'usining quroli bo'lishdan bekarak bir butun islomiy tuyg'ularning qurolidir. Atalmış millatparast zotlar buni joyida tunib yetdi yoki bo'libmi tug'ma tuyg'ularida bekarak his qilishdi va misli ko'rilib baxmagan ajoyib bir chiqish yo'li tepishdi. Ular va ularning byurokratlari burungi ishg'olchilarning tilida so'zlash. Halbuki musulmon dunyosida islomsiz vatanparvarlik bo'lmaydi. Yig'ib aytganda, bu mulohazalar o'z usulda musulmon dunyosidagi millatchilik ideologiyalarining kelib chiqish e'tibori bilanmi g'ayri islomiy ekanligi yakunlanmoqda. Bu ahvol O'rta Sharqdagi arab millatchiligining boshlamchilari bo'lmuş suriyalik ziyolilar va xristian livanliklarning Amerikan instituti, sobiq Suriya protestant instituti va Beirut Saint George universitetlarida tarbiyalanganligi bilan eng ro'shan xarakterlanmoqda. Shundaqla Turkiyadagi Kamalizm, Indoneziyada Ahmad Sokarni o'tirib qo'ygan panchaslar. Ba'zi arab ellardagi sotsialistik BAS, ya'ni BAAS partiyasi bo'libmi ba'zi firqalari va musulmon dunyosidagi bir talay millatchi va inqilobchi guruhlarning ma'naviy va tarixiy manbasi surishtirilsa, yuqorqi yakun jazmlashidi. Pan-islomizm doimo musulmon xalqlarning qalb qitidan kelgan bo'lib, millatchilik hamisha import mal bo'lgan. Bu vajidan musulmon xalqlarning millatchilikka esilish qobiliyati yo'q. Buningga qayg'urg'uliqmi? Biz ma'naviy birlik prinsiplarining millat prinsipidan ustun ekanligidek aniq haqiqatga bir lahza ko'z yumib olib turgandimi, ushbu mazmunni yozayotgan paytda xalqimizga bunday qobiliyatni yetildirishga urinmaslikni tavsiya qilishga majburmiz. Kelajak asrlar bo'yi millatchi jamiyatlarda yashab kelgan kishilardan millatchilikdan texnik keng doirada birga jam bo'lgan yangi o'rtaq turmush shakli tadrijiy moslashni talab qiladi. Bugungi fransiyalik va germaniyalik yiroqni ko'rarlar vatandoshlarini o'zlarini fransuz yoki nemisdan bekarak yevropalik his qilishga chaqirmoqda. Yevropa iqtisodiy o'rtaq gavdasining qurilishi damalliq qabul qilib bo'lolmaydiganda ko'rinsimi 20-asr Yevropa tarixining eng ijobiy hodisasidir. Mazkur millat davlat xalqigan organning qurilishi Yevropa xalqlarining kichik va o'rta darajadagi xalqlar uchun to'liq qimmat, hashamatchilik bo'lishga boshlagan millatchilikka qarshi tunji va haqiqiy g'alabasidir. Chag'dash dunyo bir ma'noda tarixda misl ko'rilmagan bir taraqqiyotning bosug'isida turmoqda. Chunki mazkur taraqqiyot favqulodda qimmatlab ketgan ma'arif, tadqiqot, yez egilik, sanoat, mudofaa va boshqa turli programmalar bilan hozirgacha ko'rilib baxmagan va tasavvur qilg'usiz cho'nglikdagi jamoat va boyliqlarni birga jamlashni taqozo qilmoqda. Va bu ahvol obyektiv holda faqatla cho'ng davlatlarga yoki texmi to'g'risi davlat xalqigan ittifoqlarga fursat bermoqda. Hozirning o'zida dunyoni so'rayotgan ikki ittifoq Amerikan va Sovetlar bor. Sahnaga chiqishga tayyorlanayotgan uchinchisi Yevropa bo'lsa shakllanish bosqichida. 200 million kishini ittifoqlashtirib 200 milliard dollar milliy daromad hosil qilolmagan davlat albatta bu raqamlar to'xtovsiz o'rlab turdi. Bu harakat bilan mos qadamda mangolmaydi va o'ziga pichilgan tuvan salohiyatga qanoat qilishga majbur bo'ladi.
U boshqalar u yoqda tursin, o'z-o'zini boshqara olmaydi. Taraqqiyot saviyasi hamda eng muhim omil bo'lmay qolyotidi. Uning o'rnini mutlaq buyuklar oladi. Xitoy taraqqiyot saviyasida Fransiya, Angliyalardan xeyli kaynida bo'lsa-mu, favqulodda nüfus va boylik manbalari soyasi davomlashayotgan bu beygida ochiq oshkora bir ustunlik namoyon qilmoqda. Bu hal taraqqiy qilgan emas, ammo buyuk bo'lgan musulmon dunyosi uchun bir fursatdir. Musulmon davlatlarining kuchini yig'ib, o'rtaq tirishchanlikqa chaqiradigan yana bir jiddiy omil bor. Kun sayin tez va shiddat bilan ishayotgan nüfus musulmon davlatlarning iqtisodiy va madaniyat jihatdagi qaloqliqni texmi og'irlashtirmoqda. Ikki musulmon davlat Misr va Pokiston hozir dunyo bo'yicha ko'payishda eng oldingi ikki o'rinda turdi. Ba'zi mo'ljallarga qaraganda har yili taxminan 20 million musulmon tug'ilmoqda. Agar ishish mushu sur'atda davomlashsa, musulmon dunyosi mush asrining oxiriga borganda mavjud chegarasi ichida bir hassa qatlandi. Demak, tug'ilg'usi buncha million kishini qabul qila olishimiz, baqa olishimiz, tarbiyalashimiz va ularga xizmat fursati yarata olishimiz mumkinmi? Agar mazkur qo'rqinch nüfus taraqqiyotiga moslashlikda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot hosil qilinmasa, yoshirin xatar va aniqsizliklar tulib yotadi. O'tgan 20 yilda mazkur nüfus paxalliq ishlab chiqarishdagi ishning hammasini tugdak yutib ketdiki, hozir nurg'un musulmon ellardagi kishi bishiq to'g'ri keladigan milliy daromad 20 yil ilgariga qaraganda ko'p tuvallab ketdi. Natijada nüfusning ko'payishi birlikka kelgan musulmon dunyosidagi kuch omili emas, balki bo'lingan musulmon davlatlaridagi krizis va umidsizlikning manbasiga aylanishga boshladi. Nihoyat aniqki, musulmon ellarning har biri bu masalalarni o'z oldiga hal qila olmaydi. Biz tamamen yangicha bir uslub, ittifoqlik orqali bu ahvol bilan yuzlasha olamiz va ayni damda qo'ldan berib qo'ygan o'nlarcha yillik qaloqliq, qashshoqlik va turg'unlikning o'rnini to'ldirib ola olamiz. Arablar, turklar, eronliklar va pokistonliklar o'z oldiga hal qila olmagan narsalarni jami musulmonlarning o'rtaq yetakchilik ostidagi tirishchanligi bilan hal qila olamiz. Barliq musulmonlarning erkinligi va bayoshatligi barpo qilingandila, har bir musulmon davlat o'zining farovonligi va erkinlikni tiklay olmaydi. Boy Kuvayt bilan bayoshat Liviya baxtsizlik dengizida ikki Eron bog' orli bo'lib qola olmaydi. Agar ular islomiy hamkorlikni barpo qilmay, qo'shni musulmon ellarga yordam bermay, shaxsiyatchilikning kayniga kirsa, bu ahvol boshqa davlatlarni mushunda xohishga yetaklamasmi? Bu dal dushman arzu qilgan adovat va qalaymaqanchilik holatiga ilib bordi. Boy musulmon ellar islomiy vazifalarni o'rindagan vaqtda o'z davlatlarining eng oliy manfaatlarining taqozzosini o'rindagan bo'ladi. Har bir musulmon davlatning oldidagi tanlash aniq. Ya boshqa musulmon davlatlar bilan birlashib mavjudlikni davomlashtirish, ilgirlash va har qanday masalaga taqobil turalug'idek kuch-quvvatga kafolat qilish yoki kundan kunga ojizlab bayatlarga mahkum holga kelib qilish. Hozirgi tarixiy daqiqalar bu ittifoqlikni yangi bir o'lchamga ega qilmoqda. U endi idealist va yiroqni ko'rarlarning shirin orzusi emas. İttifaqlıq bo'lmaydigan bir muqarrarlikka, mavjud bo'lib turish qonuniyatiga va bugungi dunyoda izzat va g'ururning shartiga aylandi. Nima sababdan bo'lishidan qat'iy nazar, mavjud bo'linishni qo'llovchilar aslida dushmanning tarafdorlaridir. Musulmon ommaning pan-islomchi tuyg'usi ushbu tarixiy vaziyatning muqarrarligi butunlay mos keladi. Bu nuqtadami taraqqiyparvarlar o'z millatchiliklari pardasi sababli bu haqiqatni ko'rolmaydiganlardir. Xristianlik va yahudiylik. Ko'lam nuqtasidan ilib aytganda, bu yozmada islom sirtidagi butun muhim ta'limot va sistemalarga nisbatan pozitsiyasini o'ttirib qo'yib chiqish mumkin emas. Lekin ikki eng muhimdan xristianlik va yahudiylik, ikki hokim dunyo sistemasi kapitalizm va sotsializmga qarata pozitsiyasini o'ttirib qo'ymay bo'lmaydi. Xristianlikka kelsak, biz avvalo Isa alayhisolamning ta'limotlari bilan cherkovni ayirib qaraymiz. İsa alayhisolamning ta'limotlari ba'zi joylarda burmilashlarga uchragan Allohning vahiysidan iborat bo'lsa, cherkov o'zi xos piramidasiman diniy martabalar ustiga qurilgan bir muassasa bo'lib, o'z tashkiloti, siyosati, boyligi va manfaatlari bilan faqat islomga emas, balki Isa alayhisolamning o'ziga qarshi bir tashkilotga aylangan. Xristianlikqa qarata mavqesini belgilab olmoqchi bo'lgan har bir kishining tabiiy holda uzoq o'tmish mobaynida Isa payg'ambarning ta'limotlari bilan inkvizitsiya orasida davolg'ib kelgan cherkovning nishonining zodi qaysi bir ekanligini aniqlab bilish haqqi bor.
Cherkov İncilning axloqiy ta'limotlarini qancha ko'p bayon qilgan va sharhlagan sari inkvizitsiyadan shuncha yiroqlab islomga shuncha yaqinlashadi. Biz Cherkovning 2 qatimliq Vatikan kengashida e'lon qilingan yangi yuzlanishlarni olqishlaymiz. Chunki bizcha bu xristian dinining dastlabki asoslariga nisbiy yaqinlashishidir. Agar xristianlar istasa, xuddi o'tmishda bema'ni to'qinish va tugmas majroning timsoli bo'lgandek, kelajakda butkul insoniyatning izguligi uchun ikki cho'ng din o'rtasidagi o'zaro tushunish va hamkorlikning ulgusini yarata oladi. Islomning yahudiylikka tutgan pozitsiyasi mushuning o'xshab ketadigan prinsiplarga tayindi. Biz yahudiylar bilan asrlar bo'yi birga yashab keldik. Hatto ba'zida qaysining islomiy, qaysining yahudiycha ishkanligini farqlantirib bo'lmaydigan darajada o'xshib ketgan bir kulturni barpo qilib chiqdik. Lekin Sionistlarning yetakchiligidagi yahudiylar Falastinda talablarcha va tor nazar bilan odamiylikka yot va hech nima pisand qilmagan holda ishilib bormoqda. Mazkur siyosat faqat hozirgi va vaqtliq ahvolni nazarga olgan bo'lib, dunyodagi musulmonlar bilan yahudiylar o'rtasidagi mangulik omillar va kuch tamponligini ko'rib yetolmayotdi. Bu siyosat Falastinda turib butun dunyo musulmonlariga jang e'lon qilmoqda. Yerusalim faqatla falastinliklarning yoki arablarning masalasi emas, balki butun musulmon xalqlarning masalasidir. Yerusalimni qo'lida tutib tura olish uchun yahudiylar islom va musulmonlarni yengish kerak. Ammo Allohga shukr, ularning buningga qurbi yetmaydi. Agar yahudiylar sionistlar bilan o'zlarini ayriya olsa, biz ularni ayirib qarashni xohlaymiz va umid qilamizki, o'zaro chiqish olmayotgan arab rejimlariga qarshi, arab va musulmonlarga qarshi emas, qo'lga keltirgan askariy g'albalari ularning aql hoshini tumanlashtirib qo'ymag'ay va o'zlari keltirib chiqargan to'qinishlarni tezroq oxirlashtirib, Falastinda birga yashashning yo'lini ochishga tirishqay. Agar ular kibrlarining keyniga kirib, mushu peti davom qilaversa, hozircha yoltiydigandek emas, islomiy harakat va butun dunyo musulmonlari uchun faqat birla hal qilish chorasi qoladi. Yo'lsizlarcha egallab olgan har g'ayrish tuproqni qaytarib berishga majbur bo'lganga qadar kundan kunga, yildan yilga qanchalik kishi qurbon bo'lishidan va qancha muddat davomlashishidan qat'iy nazar, urushni kengaytirish, to'xtovsiz va adoqqicha urush qilish. Falastinlik qarindoshlarimizning asosiy haq-huquqlariga xavf ilib kelguchi har qanday sodlashish yoki murassa dal biz yashayotgan dunyo ustiga qurilgan axloq sistemasini buzg'unchilikqa uchratadigan xiyonat bo'lib qoladi. Bu mulohizlar hargizmi mavjud shartlar tarafidan tanilgan islomning yahudiy va nasoralar qarata yangi bir siyosatining ifodasi emas. Balki bular haqiqatan islom dinining xristian dini va yahudiy dinini e'tirof qilish prinsiplari va tamoman degidek Qur'on Karimdan chiqarilgan amaliy yakundir. Ahli kitob bilan faqat eng chiroyli ravishda munozaralashinglar. Ularning ichidagi zulm qilguvchilar, ya'ni sizlarga qarshi urush qilguvchilar va fidya berishdan bosh tortquchilar buningdan mustasno. Aytinglarki, bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilohinglar va bizning ilohimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunuvchilardirmiz. Sura Ankabut. Aytinglarki, Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilingan vahiyga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratga, Isoga berilgan Injilga va payg'ambarlar Parvardigori tarafidan berilgan kitoblarga iymon etdik. Ulardan hech birini ayirib etmaymiz. Yahudiylar va nasoralarga o'xshash, ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilardirmiz. Sura Baqara. Ahli Injillar Alloh Injilda nozil qilgan ahkomlar bo'yicha hukm qilsin. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fasixlardir. Ey Muhammad, biz sana o'zdan ilgirki samoviy kitoblarni tasdiqlovchi va ularga shohid bo'lguvchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Ey Muhammad, ularning orasida Alloh sana nozil qilgan Qur'on ahkomi bo'yicha hukm qilgin. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafs xohishlariga agashmagin. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni bir ummat qiladi, ya'ni butun insonlarni bir dinda qiladi. Lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga oldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytisizlar.
Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Alloh sizlarga aytib beradi. Ular ya'ni Yahudiylar va Nasoralarning orasida Alloh sang nozil qilgan Qur'onning ahkam bo'yicha hukm qilgan. Ularning nafs xohishlariga ergashmagan. Ularning Alloh sang nozil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechtirishidan saqlangan. Agar ular Alloh sang nozil qilgan hukmdan yuz o'risa, ey Muhammad, bilginki, ularning bir qism gunohlari tufaylidan Alloh ularni jazolashni iroda qildi. Shak shubhisizki, kishilardan nurg'uni fosiqdir. Ya'ni Parvardigorining toatidan bosh tortib, haq xiloflik qilib, gunohga cho'mguchilardir. Sura Maida. Kapitalizm va sotsializm. Zamonimizdagi islomiy qad ko'tarish qaysi qurilma va siyosiy shakllarda namoyon bo'ladi va amalga oshadi? G'arb madaniyat sohasiga xos parlamentlik demokratiya, kapitalizm yoki sotsializm qatorliq bir qism ijtimoiy andiza va tuzilmalar islomiy jamiyatga mos kelamdi. Bizning jamiyatimizmi mushu va mushuning o'xshash bosqichlarni boshdan kechirish kerakmi? O'tgan 2 asr mobaynida dunyo miqyosida har bir davlatning cho'qim parlamentlik demokratiya yo'lida inqilob qilish kerakligi talqin qilindi. Eng yangi bo'libmi 2 qadamliq dunyo urushi o'tirisidagi o'zgarishlar. Ba'zi qarim-qarshiliklarni o'ttirib qo'ydi hamda ijtimoiy va siyosiy jamiyatlarning taraqqiyotining klassik demokratiyaning muqarrar bosqich emasligini muayyanlashtirdi. Mushuninga o'xshagan holda bugungi kunda ba'zilar sotsializmning insoniyat jamiyatini xalab yoki majburiy ketayotgan zarur yo'nalish ekanligini isbotlamoqchi bo'lyotdi. Lekin Yevropa va Amerikadagi atalmish kapitalistik davlatlarning zamonaviy taraqqiyotlari ularning pallarining yolg'onligini nihoyat aniq o'tirib qo'yib qolmay, taraqqiyotning ba'zi bir kutilmagan taraflariga ishora qilmoqda. Dunyoning neyri quvuchida Yaponiya feodal iqtisoddan bevosita Yevropada monopol kapitalizmning yuqori shakli deb atashga bo'ladigan bir sistemaga kirdi. Kishilar tarafidan tarixiy taraqqiyotni tartibga solish uchun tuzilgan planlarning intayin nisbiy ekanligi isbotlandi. Bo'libmi jamiyatning taraqqiyotiga doir ma'lum qoida-qonuniyatlar bor bo'lsa-mu, 18 va 19 asrlarda Yevropalik mutafakkirlar o'tirib qo'ygan nazariyalarning unchalik to'g'ri emasligini noyid ochiq o'ttirg'i chiqdi. Bu to'qilma determinizm oxirgi bug'ullarni vijdon bismiga uchirtib qolmay, ayni damda kishilarning psixikasiga singan farovonlikni ilib kelib, jimiy mushkulotni hal qildig'ini davlat qurilmasidir degan ideyani tarqatishdagi kuchli psixik qural rolini o'tadi. Amaliyotda bir davlatning hokimiyat tuzilmasining shu davlatga bo'lgan ta'siri faqat jimiy boyliqlarning haqiqiy manbasi bo'lmish ishlab chiqarishni rag'batlantirish. Qo'ldan kelishcha tashkillash yoki o'zi bevosita ishlashdan kelib chiqqan muvaffaqiyatga bog'liqdir. Demak, ishlab chiqarish jimiy boyliqning haqiqiy manbasidir. Biz tarixiy muqarrarlik joylamasidan qutulib chiqib, islom o'tirib qo'ygan o'tirhallik prinsipi bilan faqat kapitalizm va sotsializm deb emas, kunimiz dunyosidagi zamonaviy jamiyatlarning amaliyoti sifatida mavjud tuzumlarning yaxshi va yomon tomonlariga oldin hukm qilib olishdan saqlangan holda baho bera olamiz. Kapitalizm va sotsializmning asli qiyofati mana endi hech qayerda yo'q. Chunki 2 dunyo urushining keyinidala barliqqa kelgan tez taraqqiyot ularni tarix patlariga ko'mdi. Faqat birg'an siri fan salohiyatidan bekarak siyosatning vositasi aylanib qilayotgan qatmal markazimlik siyosiy iqtisod xuddi oxirgi 50 yil ichida dunyoda hech narsa o'zgarmagandek koni sabzatlarini davomli takrorlamoqda. Bir qator muhim alomatlar ko'rsatib turibdiki, yaqin kelajak taraqqiyot bosqichida o'tirg'i chiqqisi iqtisodiy va ijtimoiy hodisalarni ta'riflashda kapitalistik va sotsialistik o'lchamlar nihoyat tezla butunlay yetarsiz bo'lib qoladi. Shunga har qanday shuar yoki ism atoqlarga esilib olmay, mavjud dunyoda ko'zimiz bilan ko'rgan bayqig'anlarga asosan kapitalistik dunyoning yaqinqi 30 yil mobaynida qo'lga keltirgan taraqqiyotini, hayoti kuchini, iqtisod va ilm-fanni jonlantirish iqtidorini, yuqori saviyalik siyosiy erkinlik va qonuniy bexatarlik kapolati qatorliq ijobiy taraflarini e'tirof qilishga majburmiz. Shundaqla sotsialistik sistemaning bo'libmi moddiy boyliqlarning safarbarlik qilinishi, ma'arif va an'anaviy yo'qsullikni tugatishga aloqador muvaffaqiyatlarini nazardan saqit qila olmaymiz. Shuning bilan birga bizning ularning taraqqiyot jarayonidagi qarang'u va qabul qilg'il bo'lmaydigan taraflarini, har ikki sistemani ba'zida davolg'utib turgan eg'ir krizislarni ko'rmay amalimiz yo'q.
İslam dinining dunyoni tartibga solishdagi amaliyatchil uchuq tutumi uni hammadan avval boshqalarning bo'libmi AQSh, Sovet ittifoqi va Yaponiyaning ijobiy va salbiy tajribalarini oldin hukm qilib holda yakunlab chiqa oladigan alohida o'ringa qo'ydi. Bu uch davlat nazariya va amaliyat jihatda farovonlik va qudrat qatorliq asosiy masalalarni hal qilishning uch xil usuliga vakillik qiladi. Yaqinqi 30 yil jarayonida kapitalizmning taraqqiyoti marksizmning ba'zi negizlik nazariyalarining xato ekanligini o'ttirib qo'ydi. Tuvanda 3 o'rnak beraylik. Birinchi, kapitalistik tuzumda ishlab chiqarish kuchlari bilan ishlab chiqarish munosabatlar orasidagi qarim-qarshilik muqarrar shaklda o'ttirib chiqmadi. Kapitalizm bu qarim-qarshilikni yengib qolmay, ishlab chiqarish va ilm-fanni shu kungacha ko'rilib baxmagan darajada taraqqiy qildirib va yuksaltirib, emgakning unumdorligini oshirdi. İkinci, eng muhimi kapitalistik ellardagi ishchilar sinfi inqilob yo'liga kirmadi. Üçüncü, mavjudlik bilan ong, negiz va ustning munosabati Karl Marx iddia qilgandek emas edi. Bilganimizdek, Shvetsiyadami, Argentinadami tuzum kapitalizm. Lekin bu davlatlarning negizidagi farqi saviyasidagi farq. Her ikkisi kapitalistik davlat. Ularning ust farqi siyosiy hokimiyatning shakli, qonun, din, hakim, falsafa, san'at va boshqalar mohiyatlik farqdir. Ko'rib olishga bo'ladi-ki, dunyoda taraqqiyot Marx ko'rsatgan yo'lda mangmadi. Taraqqiy qilgan ellar kapitalizmni saqlab qoldi va taraqqiy qildirdi. Sotsializm bo'lsa, markazimlik nuqtai nazaridan tushuntirgil bo'lmaydigan holda nechilagan qaloq davlatda hokimiyat beshiga chiqa oladi. Undaqda keynida qolgan ellarning sotsialistik iqtisodning ba'zi shakllariga bo'lgan qiziqishni qanday izohlash mumkin? Birinchidan, ushbu ishlab chiqarish shakli hech qanday asosi yo'q davlatlarga tavsiya qilingan bir uslub bo'libmi hech qanday sarmoya, qobil xizmat qo'shini va ilg'or emgak odatlari yo'q davlatlar uchun keng ko'lamli ishlab chiqarishni tashkillashda texmo foydali ekanligini isbotladi. Ikkinchidan, bir qadar qaloq jamiyatlar doimo ma'lum sotsializm shakllarining tarkibi bo'lgan turli cheklimlarga shaxsiy erkinlik taraytish, markazchilik, qattiq qo'l hokimiyat qatorliqlar texmo oson moslashadi. Üçüncüdən, sotsializm bilim sübutida mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, bir afsona, bir tavakkulchilik sübutida tegiç mavjud. Sotsializmning muhim tarafi uning protestant va german ellariga silishtirganda katolik va roman ellaridagi ko'zi ko'rinarlik buyuk ta'sirini izohlab bera oladi. Aksicha, kapitalizmning amaliyatchil ruhi taraqqiy qilgan jamiyatning rasionalizmga texmi uyg'undir. Kapitalistik ishlab chiqarishning taraqqiy qilgan shakllarining hokimiyat shakli demokratik, kultur saviyasi yuqori hamda shaxsiy va siyosiy erkinlik jihatda ilg'or jamiyatlarda muvaffaqiyatli joriy bo'lganligi isbotlandi. Mushu shartlar ostida kapitalistik iqtisodning ayrim noinson taraflari unumdorligiga cho'ng ta'sir ko'rsatmagan asosda obdanoq neytrallashtirilishi kerak. Ya'ni bu yoki u sistemasining muqarrarligi haqidagi gaplar quruq safsata xolos. Muqarrar deyilsa, o'zliksiz taraqqiy qilayotgan fan texnikaga tayangan ishlab chiqarishning to'xtovsiz harakat qilib turishi muqarrardir. Şuna ishlab chiqarish va ishlab chiqarish vositalariga aloqador yaxshilashtirish xizmati mana bu kishilarning cho'qim diqqatini tortishga loyiq birdan-bir faoliyatdir. Shu vajidan islom va umumiy jahon oldida ya kapitalizm ya sotsializmdan iborat intayin sun'iy va to'qilma ikki qiyin tanlash turg'uni yo'q. Chunki bunday bir muqarrarlik amaliyotda mavjud emas. Bunun aksicha, biz yo'liqqan chiqqan masala mulkchilik va ishlab chiqarish munosabatlarini tartibga soladigan, ishlab chiqarish va texnikaning muqarrar taraqqiyoti taqozo qilgan masalani ijtimoiy adolatga aloqador islomiy tushunchaga muvofiq holda hal qiladigan va unumli usulda xizmat faoliyatlarini jonlantiruvchi bir sistemani tanlab davomli takomillashtirish masalasidir. Islom xitobnomasi Ali Izzatbegovich Planlag'uvchi Doktor Abdulaziz Rahmatullah. Tarjim qilguvchi Elikbek. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Sajiya Islom tadqiqot markazi Tahrirati. Korrektor Abduvali Ablis Muhammad Barat. Loyihalaguvchi A. Aqhun. Ovozda Zekiya Abdusattar. 2023 yili 1-nashri 1-qatim bislishi. İstanbul. Tügence.
Mana bular kishilarning yengida kun sayin ishib berayotgan musulmon uluslarning umumiy o'zgarishining axloqiy, kultural va siyosiy ma'nosini ustiga olgan islomiy qayta gullanishning asosiy fikrlari va muhim tangirqashlaridan ba'zilaridir. İslomiy qayta gullanish butun mag'lubiyat va noumidliklarga qaramay dunyoning xeyli keng rayonida umid va chiqish yo'lining yana bir otilishidir. İslamni tasodifiy bir hodis sifatida emas, balki uni sharaflik vazifa sifatida qabul qilgan har bir musulmon bu tasavvurni rad qila olmasa-mu, nurg'un kishilar tangirqash ichida shuni so'raydi. Bu tasavvurni amalga oshiradigan kuchlar zoti qayerda? Ushbu qichib bo'lmas savoliga javob berish bilan birga bu yillarda yetishmoqda bo'lgan yangi avlod musulmonlarga ishora qilamiz. Islomda tug'ilib, mag'lubiyat va kamsitilish ichida cho'ng bo'lgan, yangi islomiy vatanparvarlik nuqtasida birlashgan, dabdabalik o'tmishga petib va o'zgalarning yordam ehsoni bilan yashashni rad qilgan, shundaqla haqiqat, hayot va nomusga vakillik qilgan g'oyalar atrofida to'planadigan bu yosh bug'un necha yuz million o'g'il qiz mumkinatsiz ko'ringanni amalga oshirdi va ana shular har qanday mushkulotga taqobil turish kuchiga ega nasldir. Bundaq bir naslning bundan burun o'tirib chiqishi mumkin bo'lmaydi. Chunki uning o'tirib chiqishi uchun bizning quruq xiyol va behuda arzu umid davrini oxirgacha yashashimiz kerak bo'ladi. Shundaq bo'lgandila yolg'on tangrilarning, vatanni qutqizg'uvchi va jamiyatni isloh qilg'uvchi alli kimlardir davlat odillari va xalq nijotkorlarining, shohlar va kutilayotgan mahdiylarning quruq davronlari pash bo'ladi. Ashularning hammasining qo'lida biz Sinayda mag'lubiyatning ta'mini tedidik. Indoneziyani halokatga itirganlarmi, Pokistonni davomli davolg'utganlarmi ana shular edi. Ana shular bizlarga hurriyat, bay, baravan turmush, taraqqiyot haqida tinmay chalavoqashdi-yu, lekin biz ularning qo'lida zulm, yo'qsullik, parxo'rlikdan boshqani ko'rmadik. Mana bularning hammasi bizning uyg'onish damlariga yetishimiz uchun zarur edi. Bularning hammasi barliq tirishchanliklarning tangirqash va behuda tipirlashdan iborat ekanligini, islom dunyosining tangirqash holatidan chiqalishi, o'z ma'naviy va moddiy boyliqlarga yuzlanish uchun birdan-bir yo'l borligini aniq ko'ra oladigan yangi bir avlodning dunyoga ko'z ochish uchun zarur edi. U yo'l bo'lsa-mu islom va musulmonlardir. Kunimiz islom dunyosi turli xalq va irqlar, har xil qonun va ta'sirlar favqulodda aralashib ketgan dunyodir. Lekin dunyoning har qayerida bo'lishidan qat'iy nazar birdek hurmat va ixlosga sadovar jigona narsa bor, Qur'on Karim. Shundaqla Java, Indoneziya, Hindiston, Aljeriya va Nigeriyada o'rtaq bir narsa bor. Umumiy islom jamiyatiga tava bo'lish tuyg'usi. Millionlagan oddiy kishilar qalbida aqalli bir tuyg'u sifatida mavjud bo'lgan bu ichki sadoqat o'z ichida harakatsiz bir energiyani saqlab yotmoqda va bugungi musulmon dunyosida o'xshash va barobar narsaga vakillik qilmoqda. Musulmon dunyosi shu topning o'zida dunyoviy miqyosda bir ruhiy ittifoq, hatto dunyodagi birdan-bir hayot turayotgan ko'p millatlik ruhiy ammo tashkilsiz bir jamiyatdir. Ushbu his tuyg'ularning bir parchasi va islomiy axloqning uzun muddatli ta'sirining natijasi sifatida biz dunyoning hamma yerida xalq donolik shaklida kishilarning barobarligi, ijtimoiy adolat, barcha ucharchilik, tinorlik shaylarga qarata keng qo'rsaqlik va mehribonlikqa aloqador tushunchalarni topa olamiz. Bu yakunlar o'zligidan texmi yaxshi va insoniy bir dunyo mavjud deganlik emas, lekin texmi yaxshi, texmi insonparvar bir dunyo uchun va'dadir. Mazkur tuyg'ular musulmonlar dunyosining tirik ekanligini ko'rsatadi. Chunki sevgi va o'zaro qo'llash, o'rtaqlashish bor yerda o'lim emas, hayot barqarordir. Islom dunyosi qaqas cho'l bayovan emas, balki qo'shchining kelib sapan silishni kutib turgan munbat etizdir. Mana shu yakunlar soyasida vazifamiz haqiqatchil va mumkin bo'lmoqda. Vazifamizning tarkibi yoshirin kuch bo'lmish mazkur tuyg'ularni aktiv kuchga aylantirishdan iboratdir. Chunki Qur'on Karimga bo'lgan ixlos uni joriy qilish qat'iyatiga aylanishi, hissiyatchan musulmon omma tashkillik va angliq birlikka o'zgarishi, al-ichi humanizm, kelajakdagi qonun va organlarning axloqiy va ijtimoiy mazmunini shakllantiruvchi ro'shan fikrlarga aylanish kerak. Bu aylanish o'zgarishni kim,
qandaq amalga oshirdi? Hadislar ta'sir ko'rsatish uchun qilingan har qanday harakat bir ijtimoiy harakatdir. Har qanday muvaffaqiyatli kurash faqatla o'rtaq va tashkillik kurashdir. Yosh bo'g'inlarning o'zgarish vazifasi faqatla o'zlari xos arzu va g'oyalarini tashkillik bir harakatga aylantirish, yakka havas va shaxsiy qadriyatlarni ko'rdinlik va o'rtaq faoliyat pozitsiyasi bilan birlashtirish orqali o'rindilish mumkin. O'zgacha asosiy programma va nishonga ega bu harakatning amalga oshirilishi har musulmon davlat uchun cho'qim o'rindiladigan shart va qayta gullanishning boshlanish nuqtasi sifatida ko'rilmoqda. Bu harakat yetishgan kishilarni bir yerga jamlab, tig'i yetishmaganlarni yetishtirdi. Yuqori ko'tardi va chaqirdi. Nishonlarni aniqlaydi va shu nishonlarga ilib borg'usi yo'llarni izlab topadi. Bu harakat har yerda hayot, fikr va faoliyatni barliqqa keltirdi. U uzun va qattiq uyqudan keyin bir dunyoning vijdoni va irodasi bo'ladi. Bizlar bu kitobnomamizni jami dunyo musulmonlariga yo'llash orqali hech qanday va'da qilingan bir davlatning qandaqdir karomatlik zot yoki kutilayotgan mahdiylarning yo'q ekanligini ifoda qilmoqchimiz. Faqatla tirishchanlik, kurash va jon tasadduq qilishga arziydigan yo'l bor. Sinoqqa duch kelgan paytlarda hamisha ikki narsani unutib qolmaylik. Bizlar yordam bilan barakatni Allohdan qo'llab-quvvatlashni xalqimizning birligi va roziligidan olamiz.